Assalomu alaykum, efirda axborot dasturi. Bugun prezidentimiz poytaxtimizning Yunusobod tumanida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi hamda Toshkent shahrini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha kelgusi vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Toshkent bugun nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqaning yetakchi taraqqiyot markaziga aylanayotgan, o'z salohiyati, madaniyati va sivilizatsiyasi bilan jahon sahnasidagi mavqeini tobora mustahkamlayotgan zamonaviy megapolisdir. Qadimiy Shosh o'zining 2200 yillik shonli tarixi davomida hech qachon bunday yuksak maqom va kamolotga erishmagan bo'lsa ne ajab. Bular shunchaki balandparvoz gap yoki subyektiv mulohaza emas, balki aniq raqamlar va kuzatishlar bilan tasdiqlangan tahlil natijasidir. Bu tendensiyalarni to'liq anglash uchun poytaxt hayotining oxirgi 30 yillik rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish o'rinli bo'ladi. Ochiqni aytish kerak, bir paytlar sobiq ittifoq poytaxtlari orasida yetakchi uchlik qatorida e'tirof etilgan Toshkentning shaharsozlik va infratuzilma sohasidagi mavqei vaqt o'tishi bilan pasayib borgani inkor etib bo'lmaydigan haqiqat. Hatto ahvol shu darajaga borib yetdiki, Toshkentning ba'zi hududlari sharoit, hayot tarzi nuqtai nazaridan qishloqlardan farq qilmay qoldi. Qishda loy, yozda chang, na bog'chaning, na maktabning tayini bor. Ko'p qavatli uylardagi achinarli ahvolni esa gapirmasa ham bo'ladi. Qisqasi, tele ekranlarda namoyon bo'layotgan Toshkent bilan odamlar har kuni yuzma-yuz to'qnashadigan hayot o'rtasida jiddiy tafovut bor edi. Poytaxt shaharlar uchun eng og'ir muammo uy-joy. Toshkentda esa bu muammo yillar davomida yechilmay qolib, odamlarni charchatayotgan, yig'ilib qolgan asosiy masalaga aylangandi. 2016-yilning kuzi bu faqat siyosiy o'zgarishlar davri emas. Mamlakat va uning yuragi Toshkentda umid, harakat va yangilanish kayfiyati qayta jonlangan davr edi. 2016-2024-yillar oralig'ida Toshkentda 120 mingdan ziyod yangi kvartiralar foydalanishga topshirilgani bu amalga oshirilgan ishlar ko'lamining o'ziga xos ifodasidir. Ushbu o'zgarishlar faqat qurilish bilan cheklanib qolmadi. Toshkentning iqtisodiy muhiti ham tubdan yangilandi. Ba'zan birgina raqamning o'zi butun jarayonni anglash uchun yetarli bo'ladi. Masalan, 2016-yilda Toshkent shahrining yalpi hududiy mahsuloti 37 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 281 trillion so'mga yetdi. 2025-yilning yanvar-oktyabr oylarida bu raqamlar 252 trillion so'mni tashkil qilyapti. Joriy yil yakuniga qadar bu raqamlar 344,43 trillion so'mga yetishi kutilmoqda. Natijada so'nggi 9 yil ichida 9,2 barobar o'sish qayd etildi. Bu esa shunchaki iqtisodiy o'sish emas, balki poytaxt ahlining hayoti avvalgidan 9,2 karra yaxshilanganidan dalolat beradi. 2016-yilda Toshkent shahrida ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi 23,5 trillion so'mni tashkil etgan. 2025-yilning o'tgan 10 oyida bu ko'rsatkich 167,6 trillion so'mga yetdi. Yil yakuni bilan bu raqamlar 202,8 trillion so'mga yetishi prognoz qilinmoqda. Poytaxt investitsiya jalb qilish borasida ham mamlakatda yetakchi o'rinni egallab kelmoqda. Agar 2016-yilda Toshkent iqtisodiyotiga 9 trillion 268 milliard so'm investitsiya yo'naltirilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 88 trillion 330 milliard so'mga yetdi. Joriy yilning o'tgan 10 oyida poytaxtda 5,2 milliard dollar investitsiya jalb etilgan bo'lsa, yil yakuni bilan bu miqdor 6,6 milliardga yetkazilishi kutilmoqda. Bu natijalar avvalo prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatda investitsiya siyosatida mutlaqo yangi davr boshlangani, xususan Toshkent shahrida xalqaro investitsiya forumlarining an'anaviy tarzda tashkil etilayotgani bilan bevosita bog'liq. Aynan shu kabi tadbirlar Toshkentning mintaqadagi eng faol va ishonchli sarmoya markazlaridan biri sifatida shakllanishiga xizmat qilyapti. Albatta, bu o'sish va o'zgarishlar o'z-o'zidan yuz berayotgani yo'q. Bularning barchasi mamlakat taraqqiyotida poytaxtning lokomotiv ekanini chuqur anglagan davlat rahbarining qat'iy siyosiy irodasi va strategik qarorlari samarasidir. Bir necha yil avval faqat propiskasi borlar uchun ochiq hisoblangan poytaxt bugun butun O'zbekiston aholisi uchun teng imkoniyatli, ochiq va qulay muhitga aylangan. Bugun minglab jonlar o'z poytaxtida rizq topayapti, uy-joy qilyapti. Infratuzilma jihatidan Toshkent ulkan qadam tashladi. Masalan, so'nggi yillar ichida minglab o'rinli maktab, bog'cha va shifoxonalar, zamonaviy sport inshootlari qurildi. Metropoliten tarmog'i esa butunlay yangi bosqichga ko'tarildi. Avvallari faqat yer osti yo'nalishlariga ega bo'lgan metro endi yer usti qatnovlari bilan ham boyitildi. Hozirda Toshkent metrosi kuniga 1 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat qilyapti. Ayni paytda TTZ mavzesi tomonga yo'naltirilgan yangi metro liniyasi qurilishi bo'yicha ham ishlar boshlangan. Bu loyiha poytaxt ahlining uzog'ini yaqin qiladigan yana bir ulkan tuhfadir.
yo'nalishlardir. Ushbu yo'nalish orqali Toshkentdagi transport tirbandliklarini kamaytirish, aholi harakatlanishi uchun qulay, tez va xavfsiz sharoit yaratish ko'zda tutilgan. Shu tariqa metro nafaqat jamoat transportining asosiy turiga, balki yirik megapolis uchun strategik yechim maqomini olmoqda. Ushbu natijalar Toshkentning xalqaro imijini ham o'zgartirdi. Shahar endi xorijiy mehmonlar uchun ochiq, xavfsiz va qulay makonga aylandi. Bir vaqtlar zerikarli va ruhsiz shaharga aylangan Toshkentda bugun har bir tumanning o'z zamonaviy markazi paydo bo'ldi. Toshkentning qisqa fursatda bu qadar katta o'zgarishlarga yuz burgani nafaqat shahar ahli, balki xorijlik mehmonlar uchun ham Toshkentni yanada jozibador qilib qo'ydi. 2024-yilda poytaxtga 1.7 milliondan ziyod chet ellik sayyoh tashrif buyurdi. Bu 2016-yilga nisbatan qariyb 3 barobar ko'p demakdir. Bu raqamlar yildan yilga ortib boryapti. Albatta, bunday yuqori o'sish sur'atida poytaxt tumanlarining ham munosib hissasi bor. Bugun har bir hududning imkoniyat va salohiyatidan kelib chiqqan holda tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Fikrimizda Yunusobod tumanidagi ijobiy natijalar bilan davom ettiramiz. 389.3 ming aholisi bor hududdagi ishsizlik darajasi 2024-yilda 4.6% ni tashkil etgan bo'lsa, aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlar natijasida bugungi kunda Yunusobod ishsizlikdan xoli hududga aylandi. Sanoat hajmi 2024-yilda 5.8 trillion so'm bo'lgan. 2025-yilda bu raqamlar 6.7 trillion so'mga yetdi. Xizmat ko'rsatish borasida ham ko'rsatishlar oshib boryapti. O'tgan yili sohada 46 trillion so'mlik xizmatlar hajmi qayd etilgan bo'lsa, bugungi kunda bu raqamlar salkam 60 trillion so'mga yetdi. Toshkent bugun bir vaqtning o'zida tarixiylik va zamonaviylik, an'anaviylik va texnologik taraqqiyot, milliylik va ochiqlik ruhini uyg'unlashtirgan strategik rivojlanish bosqichiga chiqqan shahardir. Muxtasar aytganda, Toshkent rivojlanish bosqichidan yuksalish fazasiga o'tgan, yangi O'zbekistonning urib turgan yuragiga aylangan zamonaviy megapolisdir. Bu tarixiy o'zgarishlarning zamirida esa prezidentning poytaxt va uning xalqiga bo'lgan samimiy mehri va qat'iy e'tibori, inson qadrini ulug'lash va uning manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan hayotiy islohotlar mujassam. Energetika sohasining izchil va tizimli rivojlanishi davlatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ishonchli energiya ta'minoti sanoat o'sish sur'atlariga, investitsiyaviy jozibadorlik, aholi turmush farovonligi, hududlar obodligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qisqasini aytganda, energetika iqtisodiyotning barcha tarmoqlari, sanoat, transport, uy-joy kommunal xo'jaligi va ijtimoiy soha barqarorligi bilan bog'liq bo'lgan bazaviy tarmoq sifatida namoyon bo'ladi. Shu boisdan sohaga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, energiya ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, uzatish va taqsimlashdagi yo'qotishlarni, atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish imkonini beradi. Ayniqsa, yuqori samarali uskunalar bilan jihozlangan yangi issiqlik elektr stansiyalarini qurish, shuningdek, elektr va issiqlik energiyasini bir vaqtning o'zida ishlab chiqarishni ta'minlovchi kogeneratsiya quvvatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Kogeneratsiya yirik shaharlar issiqlik ta'minoti tizimlari uchun alohida ahamiyatga ega. Bu tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, stansiyalarining umumiy foydali ish koeffitsiyentini 80-90% ga oshirish, energiya tannarxini pasaytirish hamda turar joy massivlari va sanoat obyektlarini barqaror issiqlik bilan ta'minlash imkonini beradi. Natijada energetik mustaqillik yanada ortadi va umumiy energiya tizim ishonchliligi oshadi. Jahon amaliyoti shuni yaqqol ko'rsatmoqdaki, energetika sohasini modernizatsiya qilish va innovatsion yechimlarni joriy etishga sarmoya kiritayotgan mamlakatlar barqaror iqtisodiy natijalarga erishmoqda. Yevropa ittifoqi davlatlarida, ayniqsa yirik shahar aglomeratsiyalarida iste'molchilarga yaqin joylashgan kogeneratsiya uskunalari keng joriy etilgan. Germaniya, Daniya va Niderlandiyada markazlashgan issiqlik ta'minoti tizimlari bilan integratsiyalashgan yuqori samarali issiqlik elektr stansiyalari va kogeneratsiya stansiyalari faol qo'llanilmoqda. Yaponiya va Koreyada energiya tizimlarini raqamlashtirish, boshqaruvni avtomatlashtirish hamda binolarning energiya samaradorligini oshirishga katta e'tibor qaratilyapti. Xitoy esa so'nggi 10 yilliklarda zamonaviy elektr stansiyalarini qurish va issiqlik tarmoqlarini yangilash bo'yicha keng ko'lamli dasturlarni amalga oshirib, tez sur'atlarda o'sib borayotgan megapolislarda energiya ta'minoti ishonchliligini sezilarli darajada oshirishga erishdi. Dunyo amaliyoti e'tirof etayotgan bunday ilg'or tajriba uzoq muddatli davlat strategiyasi, investitsiyalarni jalb etish va tarmoqni texnologik yangilashga yo'naltirilgan siyosat aslida.
Ma'lumki, 2017-yilgacha Toshkent shahrida issiqlik va energiya ta'minoti sohasida qator tizimli muammolar bor edi. Issiqlik tarmoqlari va generatsiya quvvatlarining katta qismi har tomonlama eskirgan. Ko'plab obyektlar yillar davomida kapital ta'mirga muhtoj edi. Bu issiqlik va elektr energiyasida yo'qotishlar, ayniqsa kuz-qish mavsumida avariyalar va uzilishlarga olib kelardi. Markazlashgan issiqlik ta'minoti ham past samaradorlik bilan ishlar, eski qozonxonalardagi holat ham ko'pchiligimizga yaxshi ayon. Zamonaviy hisobga olish va boshqaruv tizimlarining yo'qligi esa tizimdagi muammolarni yanada orttirardi. Ko'p qavatli uylarda istiqomat qilayotgan aholi ko'pincha issiqlik taqsimlanishidan norozi bo'lar, xonadonlarda yetarli haroratning ta'minlanmasligi va issiq suv ta'minotida uzilishlar bilan to'qnash kelardi. Shu bilan birga aholi soni o'sishi va shahar qurilishi kengayishi ortidan shahar energiya tizimiga tushayotgan yuk ortib borayotgandi. So'nggi 8 yildirki, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan energetika sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu o'zgarishlar esa generatsiya quvvatlarini yangilash va aholini energiya manbalari bilan ta'minlash sifatini oshirishga qaratilgan. Toshkent shahri va mamlakatning barcha hududlarida yangi zamonaviy elektr stansiyalar va kogeneratsiya uskunalarini qurish, mavjud stansiyalar va issiqlik tarmoqlarini modernizatsiya qilish bo'yicha loyihalar amalga oshirilmoqda. Xorijiy investitsiyalar va ilg'or texnologiyalar faol jalb etilib, energiya resurslarini boshqarish va hisobga olishning zamonaviy tizimlari joriy etilmoqda. Energiya samaradorligini oshirish, yo'qotishlarni kamaytirish va ekologik toza energiya ishlab chiqarish texnologiyalariga o'tishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida energiya ta'minoti ishonchliligi sezilarli darajada oshdi. Turar joy massivlarida issiqlik ta'minoti sifati yaxshilandi hamda poytaxt va mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratildi. Energetika sohasidagi bunday o'zgarishlar infratuzilmani modernizatsiya qilish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan keng qamrovli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning muhim qismiga aylandi. Buning yaqqol namunasi sifatida poytaxtning issiqlik ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish va umumiy energetik barqarorlikni oshirishga qaratilgan yirik loyihani aytish mumkin. Bugun davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 4-issiqlik markazi hududida barpo etilgan yirik quvvatli kogeneratsiya stansiyasi faoliyati bilan tanishdi. Davlat xususiy sheriklik asosida quvvati 100 megawatt bo'lgan zamonaviy gaz porshili kogeneratsiya markazini barpo etish energetika sohasida muhim strategik qadam hisoblanadi. Ushbu loyiha elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yoqilg'i sarfini qisqartirish hamda atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi. Loyiha qiymati $65 million. Majmua maydoni 3,5 gektar. Yillik tabiiy gaz iste'moli 245 million metr kub. Samaradorlik koeffitsiyenti 87%. Loyiha Xitoyning Sintik kompaniyasining to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyasi hisobiga barpo etilgan. Amalga oshirilgan modernizatsiya natijasida poytaxtimizning Yunusobod, Olmazor, Shayxontohur, Mirzo Ulug'bek va Yakkasaroy tumanlaridagi jami 1846 ta obyektlar, shundan 1400 ta aholi xonadonlari va 446 ta ijtimoiy soha obyektlari issiqlik energiyasi bilan ta'minlanadi. Davlatimiz rahbari markazning ish jarayoni bilan tanishdi. Ta'kidlanganidek, qozonxonalardan iste'molchilarga bo'lgan issiqlik ta'minoti infratuzilmasi rekonstruksiya qilindi. Issiqlik magistrallari yangilandi, tarmoqlar izolyatsiyali quvurlar bilan almashtirildi. Bu esa turli darajadagi energiya yo'qotishlarining oldini olish imkonini beradi. Loyiha doirasida 70 ta Rolls-Royce rusumli gaz porshin uskunalari o'rnatilgan. Yiliga 876 million kilovatt-soat elektr va 858 ming gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqariladi. 35 million metr kub tabiiy gaz tejaladi. Muqaddam issiqlik energiyasi ishlab chiqarish uchun sarflangan 1 kilovat elektr energiyasi narxi 1150 so'mni tashkil qilgan bo'lsa, ushbu loyiha amalga oshirilishi natijasida 638 so'mga tushirilgan. Gaz porshinli stansiya qurilishi odamlarning markazlashgan issiqlik ta'minotiga bo'lgan ishonchini oshiradi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonida ajralib chiqadigan issiqlik shahar ehtiyojlari uchun samarali foydalaniladi. Natijada qish mavsumida issiqlik ta'minoti barqaror ta'minlanadi.
Shu yerning o'zida prezidentimiz kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha amalga oshirilgan ishlar va issiqlik markazlarini rivojlantirish, Toshkent issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilish, poytaxtda obodonlashtirish ishlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar, shuningdek, anomal sovuq sharoitida xizmatga jalb etiladigan kuch va vositalarni taqsimlash, boshqaruv servis kompaniyalarining faoliyati yuzasidan taqdimotlar bilan tanishdi. Bundan bir necha yil avval 2017-yilgacha ko'p qavatli uy-joy fondining holati va ularga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati aholida asosli xavotir uyg'otardi. Yillar davomida e'tibordan chetda qolgan uylar fasadlari, tom qismi eskirgan, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlaridagi uzluksiz muammolar aholining tabiiy noroziliklariga sabab bo'lardi. Issiqlik va suv ta'minotidagi muntazam nosozliklar oqibatida ko'p qavatli turar joy binolarining yerto'lalarini suv bosib, namlik va antisanitariya o'chog'iga aylanib aholining kundalik turmushi va yashash sharoitiga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Bugungi kunda mamlakatimizda ko'p qavatli uy-joy fondini boshqarish tizimini tubdan yangilashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Poytaxt va barcha viloyatlarda sifat va samaradorlikka qaratilgan boshqaruv servis kompaniyalari samarali faoliyat yurityapti. Mazkur tizimning joriy etilishi natijasida uylarning texnik holati bosqichma-bosqich yaxshilanib, ularni saqlash, ta'mirlash va ekspluatatsiya qilish ishlari yagona tizimli mexanizm asosida amalga oshirilmoqda. Natijada ko'p qavatli uy-joylarda yashovchi fuqarolarning turmush sharoitlari sezilarli darajada yaxshilanib, uy-joy fondini boshqarish va unga xizmat ko'rsatish borasida samarali hamda barqaror tizim shakllandi. Bu jarayon eng avvalo inson qadri va uning munosib yashash sharoitlarini ta'minlashga qaratilgani bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Davlatimiz rahbari shu yerda yangi tizim asosida boshqaruv servis kompaniyalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va sohaning kadrlar salohiyatini mustahkamlash zarurligiga e'tibor qaratdi. Chunki aynan ularning har kunlik mas'uliyatli mehnati aholining kayfiyati, jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik va ishonch darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ham sohada bugungi kun talablariga javob beradigan, zamonaviy va aholining kundalik ehtiyojidan kelib chiqib, xizmat ko'rsatish turlarini ko'paytirish va bu orqali dinamik rivojlanish zarurligi alohida qayd etildi. Shuningdek, poytaxtda to'plangan ilg'or tajriba asosida yangi tizim yaratish, uni Yunusobod tajribasi sifatida respublikaning barcha hududlarida keng joriy etish lozimligi ta'kidlandi. Qayd etilganidek, bugungi kunda poytaxtimizda jami 11630 ta ko'p qavatli uylar bor. Ularga 358 ta boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatmoqda. Davlatimiz rahbari ularning mavsumga qay darajada shayligi bilan qiziqdi. Shahar sharoitida boshqaruv servis kompaniyalari faoliyati aholi faoliyati bilan uzviy bog'liq. Shu bois ular soat mexanizmiday aniq, uzluksiz ishlashi kerak. Buning uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Endilikda soha xodimlarining dunyo qarashi va yondashuvi ham o'zgarishi lozim. Aholining holidan xabar olish, ko'p qavatli uylarning yerto'la va tom qismlarini, yo'laklar va o'yin maydonchalarini tartibli saqlash zarur dedi davlatimiz rahbari. Shuningdek, energetika, obodonlashtirish, qurilish va servis tarmoqlari mas'ullariga mavsum davomida tizimli va muvofiqlashgan holda ishlash yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi. Rasm faqat mana issiqlik markazi turibdi, bu faqat gaz yoqadi, issiq suv qilib beradi. Hozir ham issiq suv olamiz, ham undan qo'shimcha ravishda elektr energiya ishlab chiqariladi. Va eng asosiysi yaratib berilgan muhit. Agarda birinchi dastlabki loyihalarni o'zimizning mablag'lardan, davlat kompaniyalari mablag'idan qilingan bo'lsa, mana birinchi yirik quvvatli 100% davlat xususiy sherikchilik asosida va bunda Xitoyga endi yetakchi kompaniyalardan bitta Genertech bo'lgan. Rasman bu kompaniya O'zbekistonda bir 20 yildan beri ishlaydi. Savdo sotiq bilan eksport import operatsiyalarini amalga oshiradi. Lekin birinchi marta haqiqiy to'g'ridan to'g'ri investitsiyasini kiritib boshqaradi. Yana bir narsasi, quvvatlarni har birini bir daqiqada o'chirib yoqish imkoniyati bor. Ya'ni qo'shimcha quvvatlarni rostlash. Mana hozir kechki payt bo'lganda, hozir mana 30 megavat ishlab turgan bo'lsa, kechqurunga borib 70-80 megavatga chiqaradi. Ya'ni qo'shimcha iste'mol ortgan paytda tarmoqqa beradi. Ikkinchi afzalligi mana ko'rib turibsiz, yangi elektr energiyani taqsimlash qurilmasi deyiladi qurilgan va buni liniyaga ulanishi natijasida va atrofdagi elektr energiya iste'molini yetkazib berish natijasida tarmoqqa, ya'ni bu yerga yetkazib keladigan xuddi shu hajmdagi elektr energiya hajmini ham kamaytirib, ham
25% ga tarmoqqa yuklamasini kamaytirgan. Va shundan kelib chiqib, hozir prezidentimiz alohida topshiriq berdilarki, bunaqa quvvatlarni ko'paytirish. Mahallalar kesimida ham shu kichik lokal shunaqa kogeneratsion tizimlar hammasi 100% davlat xususiy sherikchilik asosida amalga oshirish ko'zda tutilyapti. Va 2026-2028 yillar davomida butun respublika bo'yicha mana shunday loyihalar amalga oshiriladi. Buni ijobiy tajribasidan kelib chiqib, mana hozirgi kunda Saudiya Arabistonining Tabrid kompaniyasi bilan Nukus shahri bo'yicha imzoladik. Hozir bu butun respublika bo'yicha amalga oshirish niyati bor va biz barcha hududlarni qamrab olgan holda mavjud issiqlik tizimlarini ham modernizatsiya, u yerlarda ham shunaqa tizim qilish, ham u yerga o'sha davlat xususiy sherikchilik asosida xorijiy investitsiyalarni olib kelish. Turkiyaga mana mahallalarda qilayotgan kichik kogeneratsiyamizga Turkiyani Pales muhandislik degan kompaniyasi juda katta qiziqish bildirib, u muzokara olib borilyapti. Hozir mana prezidentimiz topshiriq berdilarki, keyingi loyihalarni ham shundan kelib chiqqan holda bugundan muzokaralarni boshlab, bir oy ichida tegishli qarori loyihasini kiritdi va albatta shu qaror loyihasi asosida narga ham Toshkent shahri ham butun respublika bo'yicha qilinadigan ishlarni uzoqqa cho'zmasdan 26-yil, 27-yil maksimal ravishda ishga tushirish bo'yicha topshiriq berildi. Мы в Узбекистане работали больше 20 лет. Biz O'zbekistonda 20 yildan ortiq faoliyat yuritdik. Avvallari temir yo'l, energetika, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda ko'plab turli loyihalarni amalga oshirganmiz. So'nggi yillarda bu yerda xorijiy investorlarni jalb qilishga qaratilgan juda faol siyosat tufayli biznesimizni O'zbekistonda rivojlantirishni maqsad qildik. O'zbekiston biz uchun o'z vatanimizdek bo'lib qolgan. Shuning uchun ham biz O'zbekiston ravnaqiga o'z hissamizni qo'shishni xohladik va shu imkoniyatdan foydalandik. Men bilamanki, O'zbekiston prezidenti odamlarning hayot sifatiga katta e'tibor qaratadi. Shuning uchun bu loyihaning ahamiyati katta deb o'ylayman. Endi investitsiyalar haqida gapiradigan bo'lsak, ilgari investorlar uchun sharoitlar qanday edi va hozir qanday degan savol tug'iladi. Oldingi va hozirgi sharoitlar o'rtasida juda katta farq bor. Avvallari biz faqat EPC shartnomalar asosida bosh pudratchi sifatida faoliyat yuritganmiz. O'sha paytda investitsiya siyosati hozirgidek faol emas edi. Hozirgi siyosat esa investorlarni ham himoya qilmoqda. Bu soliq, bojxona to'lovlari va boshqa masalalarda ham yaqqol ko'rinadi. Shuning uchun bugungi kunda O'zbekistonga tobora ko'proq investorlar kirib kelayotgani barchaga ma'lum. Faqat Xitoy emas, boshqa davlatlardan ham investorlar kelmoqda. Bunga O'zbekiston Respublikasi prezidentining e'tibori sabab deb bemalol ayta olaman. Muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan Xitoy Xalq Respublikasining Sintik kompaniyasi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri 65 million dollar investitsiya kiritilib, 4-issiqlik markazida kogeneratsion ustanovkalar o'rnatildi. Bu kogeneratsion ustanovkalarimiz Rolls-Royce kompaniyasi, ya'ni Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan bo'lib, bugungi kunda to'liq ishga tushirildi. Bundan tashqari Yunusobod hududida Toshkent issiqlik elektr stansiyasidan elektr energiya bilan ta'minot bilan ta'minlanayotgan dok 1, dok 2 liniyalarida kirib chiqish orqali 135 kilovatlik podstansiya qurildi. Eski stansiyamiz 1.700.000 kaloriya issiqlik energiyasini faqat bitta mahsulot, bu issiqlik energiyasi ko'rinishda aholimizga ishlab chiqarish obyektlariga yetkazib berayotgandi. Yangi kogeneratsion texnologiyalarni ishga tushirish natijasida o'sha iste'mol gazi qolgan holda qo'shimcha 100 megavat soatiga elektr energiya ishlab chiqaradi. Ikkita qo'shimcha qiymat yaratilyapti, ham elektr energiya, ham issiqlik energiyasi. Buning natijasida mana shu issiqlik energiyasini tannarxi 18 ming so'mga kamayyapti. Mana shu stansiyani o'zi yil davomida 876 million kilovat soat elektr energiya ishlab chiqaradi. Aholi xonadonlariga hamda ishlab chiqarish obyektlariga yetkazib beriladi. Chilonzor, Olmazor, Sergeli tumanlariga kichik kogeneratsiyalarni o'rnatildi. Birinchi pilot loyihalar qilib, issiqlik energiyasi, elektr energiyasi tejamkorlikka erishadigan bo'lsak, mana shu kogeneratsion ustanovkalar ishlab chiqarishda kelajagi. Muhtaram yurtboshimiz 5-dekabr kuni energetika forumida ham aytdilar. 30-yilga yashil energiyani 54% ga O'zbekistonda chiqadi degan tashabbusni berdilar. Bugungi tashrifda ham yurtboshimizga kelajakda nima ishlar qilishimiz, mana shu Toshkent shahrida issiqlik elektr stansiyalari tasarrufida 9 ta issiqlik markazlari bor. Mana shu issiqlik markazlarida ham qo'shimcha yana 500 megavat mana shu kogeneratsion ustanovkalarni ishga tushirishni taqdimot qildik. Mana shu loyihalarimizda muhtaram yurtboshimiz tomonidan qo'shimchalar va topshiriqlar berildi.
bu yo'nalishda mana shu 3 yillik o'zimizda dasturimizni belgilab olib, 26, 27, 28 yillarda bular rejalashtirilgan loyihalarni amalga oshirishda o'zimizga rejalashtirib oldik topshiriqlariga asosan. Mirshukur aka, bu tarafda turgan obyektimiz eski issiqlik markazi. Chap tarafda esa yangi issiqlik markazi. Ko'p yillardan buyon shu sohada faoliyat olib boradigan mutaxassis sifatida ikkalasining samaradorligi nimada namoyon bo'ladi? Eski kotelniyimiz 1969-yilda qurilgan, 5 ta qozon. Bu kotelniyimiz Toshkent shahrini 5 ta rayonini issiqlik energiyasi bilan ta'minlaydi. Hozirgi kecha kunduzgacha, shu 69-yildan beri. Oldin faqat gaz yoqib issiqlik energiyasi olgan bo'lsak, hozir modernizatsiya bu yil qildik. Buni hozir 70 ta gazoporshonli ustanovkalar qurdik. Bu gaz yoqib issiqlik energiyasi plus yana 100 megavat soatiga elektr energiya olamiz. Gazni iqtisod qilyapmiz. Hozir bizga bu soatiga 1400 tonna suvni 90 gradusga chiqarib beryapti soatiga. 100 megavat elektr energiya elektrositga ta'minlab beryapmiz. Siz hozir aytib o'tdingiz, 1969-yilda birinchi bosqichi, 1985-yilda ikkinchi bosqichi 16 yil davomida bitta markaz qurib bitkazilganda. Mana endi yangi texnologiya asosida 1 yilga qolmasdan yangi umuman boshqa bir quvvatda yangi texnologiyalar asosida yangi zamonaviy inshoot 1 yilga qolmasdan bitkazildi-da. Shunaqa. 1 yilda bu birinchidan davlatimiz rahbarini oqilona siyosatlari munosabati bilan oldin misol bunaqa obyektlarni misol 1 yilda topshirish qiyin bo'lardi. Investitsiya kirildi. Xitoy Sintik kompaniyasi bilan o'shalar bilan 1 yil mobaynida mana shu 70 tasini qurdik. Endi kelajakda bizani 30-yilgacha yana Toshkent shahrida bizani 9 ta kotelniyimiz bor, issiqxonamiz bor. Hozir yana plus boshqa kotelnilardan ham общий мощности 500 megavatli yana mana shunaqa gazoporshonli ustanovkalar planlashtirilgan. Faoliyatingiz davomida endi dunyo rivojlanyapti, zamon o'zgaryapti, yangi texnologiyalar kirib kelyapti. Shunaqa bir zavod yaqin oralarda qurilishini bir xayolingizga keltirganmisiz? Men keltirmaganman, to'g'risini aytsam, o'zim ham ishonmaganman. Bu musorxona bo'lgan. Qurilishidan oldin 50 kishi ish o'rniga ega. Bizani korxonaga nisbatan bularning oyligi kattaroq. Muhtaram prezidentimiz tomonidan kommunal soha xodimlariga ham juda mas'uliyatli vazifa yuklatilgan. Bugungi kunda bilamizki, kommunal soha eng murakkab tizimlardan biri hisoblanadi. Dunyo miqyosida ham o'sha kommunal tizim iqtisodiyotimizning eng bir og'ir nuqtalaridan biri hisoblanadi. Bu bevosita aholini kayfiyati bilan bog'liq. Mana respublikamiz bo'yicha ham kuz-qishga tayyorgarlik ishlari jadal amalga oshirilyapti. Toshkent shahrida 11853 ta ko'p qavatli uylarimiz mavjud. Ushbu ko'p qavatli uylarimizda 4,5 milliondan ortiq aholimiz istiqomat qiladi va ushbu uylarimizda bugungi kunda 358 ta boshqaruv tashkilotlari xizmat ko'rsatadi va bugungi o'sha kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarida ham boshqaruv tashkilotlarimizda birinchi navbatda o'sha debitor qarzdorligini kamaytirish, ya'ni o'sha ko'p qavatli uylarimizni birinchi navbatda kuz-qishga tayyorlash ishlarini jadal amalga oshirdik. Mana Toshkent shahri misolida aytadigan bo'lsak, 187 milliard mablag'lar hisobiga bugungi kunda 7000 ga yaqin ko'p qavatli uylarimiz mukammal va joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 3 yil, 4 yil oldingi holatga qaytadigan bo'lsak, umuman boshqaruv kompaniyalar, boshqaruv tashkiloti degan domni egasi yo'q edi. Mana bugungi kunda hurmatli prezidentimizning yaratib bergan tizimlari evaziga mana birgina Toshkent shahri misolida boshqaruv tashkilotlari 1000 dan ziyod maxsus texnikalari mavjud. Asbob uskunalar, moddiy texnika bazalari yaratilgan. Ya'ni 8000 dan ziyod ishchi o'rni yaratilgan. Oldin masalan qarasak 300 ta ham ishchi bo'lmagan. O'sha boshqaruv tashkilotlarining hammasida 24/7 dispetcherlik xizmatlar bor, maxsus texnikalar bor, asbob uskunalar bilan ta'minlanganligi, tez xizmat ko'rsatishi tashkil qilishimiz kerak. Bu bevosita aholimizni kayfiyati bilan bog'liq hisoblanadi. Va bugun ham
ham bevosita davlatimiz rahbari tomonidan yangi bir vazifalar yuklandi. Hali oldimizda qish mavsumi turibdi. O'sha uchun bizning o'sha xizmatimiz murojaatlarni o'z vaqtida bajarish, o'sha texnik nosozliklarni 24/7 dispetcherlik xizmatlari orqali tezlik bilan bajarish topshiriqlari berib o'tildi. 7-8 yil avvalgi Toshkent bugun go'yo uzoq o'tmishdek tuyuladi. O'shanda xizmatlar sohasi, savdo va ko'ngilochar maskanlar barmoq bilan sanarli bo'lgan. Eslang, bugun esa poytaxt butunlay boshqa shahar. Bugun Toshkent aholisi uchun dam olish va vaqtni mazmunli o'tkazish imkoniyati o'nlab. Tashkent City, Magic City, Hightown Mall, Yangi O'zbekiston bog'i bu o'zgarishlarning yorqin namunasi. Poytaxt yangi nomlar, yangi mazmun va yangi hayot surati bilan to'lib boryapti. Mutaxassislar aytganidek, zamonaviy savdo ko'ngilochar markazlar endi faqat xarid joyi emas, ular muloqot, dam olish va ijtimoiy hayot makoniga aylandi. 8-9 yil avval orzu hisoblangan holatlar bugun kundalik hayotning tabiiy bir qismi. Yunusobod Toshkentning eng dinamik rivojlanayotgan hududlaridan biri. Aholi zichligi yuqori, ijtimoiy faollik kuchli, yoshlar ulushi katta. Shuning uchun bu yerdagi har qanday o'zgarish jamiyat kayfiyatini tez aks ettiradi. Aynan shundan hudud iqtisodiy xizmatlar sinovi uchun qulay lokatsiya. So'nggi 1 yil ichida tumanda bir nechta yirik savdo majmuasi ochildi. Bu tasodifiy qurilish yoki bozorning o'ziga tashlab qo'yilgan jarayon ham emas. Bu aholining real ehtiyojlariga asoslangan hisob-kitob qilingan maqsadli shaharsozlik siyosati natijasi. Katta siyosat oddiy odamlar hayotdagi o'zgarishlar bilan ko'zga yaqqolroq ko'rinadi. Bular zavodlar, bular yo'llar yoki binolar emas. Bular oddiy odamlar kundalik hayotni qanday yashayotgani, xizmatlar ularga qay tarzda yaqinligi, hayot sifati qanaqa ekanligi va bundan tashqari ijtimoiy siyosat, ijtimoiy muvozanat bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Bu masala davlatimiz rahbarining doimiy e'tiborida bo'lgan jihat. Yodingizda bo'lsa, prezidentimiz Jizzax viloyatiga tashrifi chog'ida ham savdo majmuasida bo'lgan oddiy odamlar bilan muloqot qilgan edi. Bu gal ham tashrif marshrutida bor shunday ob'ekt. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Yunusobod tumaniga tashrifi chog'ida Yunusobod Gallery yirik savdo majmuasida ham bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bu Yunusobod tumanida shu yilning o'zida ishga tushgan ikkinchi yirik savdo majmuasi. Yarim gektar maydonda amalga oshirilgan ushbu loyiha xususiy tashabbus qanday qilib barqaror va samarali iqtisodiy aktivga aylanishini yaqqol ko'rsatib berdi. Majmuada savdo, servis va ishbilarmonlik muhiti yagona makonda uyg'unlashtirilgan bo'lib, loyihani ishlab chiqishda shahar aholisi uchun qulaylik va uzoq muddatli rivojlanish omillari hisobga olingan. Davlat rahbariga majmuaga oid asosiy texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlar haqida axborot berildi. Loyihaning umumiy qiymati 43 million dollarga teng. Shundan 33 million dollari tadbirkorning o'z mablag'lari, 10 million dollar esa bank kreditlari hisobidan moliyalashtirilgan. Natijada 500 ta doimiy ish o'rni yaratildi. Yillik byudjet tushumlari esa 4 milliard so'mga yetdi. Davlatimiz rahbari dastlab majmuaning eng ardoqli o'rnidan joy olgan kitob do'konida bo'ldi. Bugungi O'zbek nashriyotidagi yangilanishlar bo'yicha noshir yoshlar bilan muloqot qildi. Tabiiyki, yana yaxshi yangiliklar, tashabbuslar aytildi. Bunday savdo nuqtalarini ko'paytirish, ilmiy va adabiy kitoblar nashrini kengaytirish hamda ushbu yo'nalishdagi loyihalarni rag'batlantirish zarurligini ta'kidladi prezident. Kitob do'konlarga imtiyozlar berish masalasi va undan tashqari nashriyotlarda o'sha kitoblarning sifat masalasi bor. O'sha sarg'ish qog'ozga bosish, umuman bu qog'ozni soliq masalalari bor. Shu bo'yicha imtiyozlar berish bo'yicha taklif ishlab chiqinglar deb mutasaddilarga topshiriq berdilar. Fir nashriyotda bosh muharrir sifatida faoliyat yuritaman. Bizda o'sha ilmiy ommabop kitoblar, Oxford, Cambridge nashriyot tomonidan nashr qilingan kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilish asosiy missiyalarimizdan bittasi. Bu narsa ko'p nashriyotlarda o'sha sotuv masalasida yoki juda ham ko'p ommalashmagani uchun ilmiy ommabop kitoblarga qo'l urilmaydi. Bizda esa asl o'sha mutaxassislarga kerak bo'lgan ilmiy ommaboplar muhim degan g'oya asosida buni rivojlantirish uchun prezidentimizga shuni taqdim qildik. Yaqinda sun'iy intellekt kitobi nashr qilindi. O'sha va Amir Temur bilan bog'liq g'arb olimlarining yozgan eng katta asarini tarjima qilganmiz. O'shani sovg'a qildik prezidentimizga. Bugun Yunusobod Galleryda Yevropa, AQSh va Osiyoning yetakchi xalqaro brendlari ham faoliyat yuritmoqda. Xorijiy investitsiyalar hajmi 14 million dollardan oshgan. Yillik tashrif buyuruvchilar soni esa 2,5 million nafarga yetadi. Bu geografiya. Bu raqamlar tasodifiy emas. Xalqaro kompaniyalar odatda aholi daromadlari o'sishini, iste'molchilar sonini, shahar logistikasini, siyosiy va makroiqtisodiy barqarorlikni sinchiklab tahlil qilgachgina bozorga kiradi. Demak, Yunusobod galereyasi Toshkentning investitsion jozibadorligi bo'yicha real time indikatori. Bizni esa yana bir jihat ko'proq quvontiradi. Xalqaro brendlar bilan yonma-yon, teng taklifu, teng talab bilan turgan o'zimizning brendlar. Davlatimiz rahbari tadbirkorlar bilan gaplashdi. Yana qanday imkonlar berilsin? Muhimi xalqqa qulay narxlar va yaxshi sifatdagi xizmatlar yetib borishi uchun barcha sharoitlar yaratiladi, dedi davlatimiz rahbari.
Yangi o'zgarishlar ko'p, yangi O'zbekistonimizda. Bizda chet elga eksport qilinayotgan tekstil mahsulotlarini o'zimizda boshqa davlatlarga qaraganda sifati, uni hamyonbopligini ko'rsatib, hammaga taklif qilib beryapmiz. 10 yil oldin boshlaganmiz. Bu sotuv, savdo sotiqi, lekin undan oldin bunaqa mahsulotlar bo'lmas edi. Ip tortardik, tayyor mahsulotlar juda kam bo'lardi. Hozir butun dunyo bilan sifati bo'yicha taklif bera olamiz. Bemalol dunyo bozorida eksport mahsulotlarni biz ko'rsatib beryapmiz. Sharoitlar hammasi zo'r, hammasi vaqtida ishlayapti. Hamma xursand kelayotgan mijozlar. Do'konlar oldin juda kichkina bo'lardi, sharoitli bo'lmas edi, issiq sovuq ishlab tura olmas edi. Hozir mana hamma sharoitlar bor. Bolalar uchun xonalar, o'yingohlar hammasi bitta majmuada joylashgan. Albatta xursandmiz. Rivojlanyapmiz. Yiliga 10-12 ta kapsula kolleksiya chiqazyapmiz. Bizda kapsulniy kolleksiyalar chiqadi. 6 ta o'g'il bolaga, 6 ta qiz bolaga. Bundan buyon yana ko'paytirish niyatida biz. Divan Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Belorussiya, Rossiya shunaqa mamlakatlarda hozir bor biz. Eng birinchi o'zani fabrikada, showroomda bitta kichkina do'kon ochganmiz. Ikkinchisi Atlas Chimganda ochganmiz. Unga 7 yil bo'ldi. Bu yerda endi xalq ko'proq kiradi, yuradi, bizani taniydi shu orqali. Katta targoviy sentrlarda biza joylashsangiz xalq taniydi. Har bir tadbirkor uchun bu narsa kerak. Fotima Qurbonova hunarmand tadbirkor. Bugun savdo majmuasida uni ham shinamgina do'koni bor. Hunarmand qo'lida ishlayotgan 120 nafar ayol ishchining bozori endi yanada yaxshiroq aylanishidan ko'proq quvonayotganini aytadi davlat rahbari bilan suhbatlashar ekan tadbirkor. 3 yildan beri boshlaganman bu yo'nalishni. Aynan o'sha trikotaj matolarini, ya'ni yarim tayyor holdagi trikotaj matolarini avvalambor o'raymiz. O'rab uni ishchi holatga tayyor qilganimizdan keyin akrillar bilan bezab turib sumkalar yaratamiz. Ajoyib. Juda ham yangicha dizayn. Yangicha dizayn. Bozori qanaqa? Bozori juda yaxshi. Chet davlatdagi klientlarimizni yoki o'zimizning chet davlatda qolgan xalqimizni buni sog'inib oladi. Juda ko'pchilik aynan brend mahsuloti bo'lgani uchun oladi. Talab yaxshigina deydi. Talab yaxshigina. Bola parvarishida o'tirib qolgan vaqtimda yordam so'rab chiqqanman. Hurmatli prezidentimizning bizga hunarmandlarga bergan imkoniyatidan juda yaxshi foydalandik va mana shu shetgacha yetib keldik. Xudoga shukr. Ishlaringiz ham bor bu. Albatta, ishchilarimiz, ip o'ruvchi ishchilarimiz hozirda 120 ta o'zim bilan ishlaydigan o'sha 2000 o'quvchim ichidan 55 tasini tanlab olganman. Ular ham hunarmandga a'zo va ular ham o'zim bilan birga tadbirlarda ishtirok etishadi, o'zligini mahsulotlar sotishadi va hunarmand uyushmasining yordami bilan biz o'z brendimizni patentladik. Aytgandek, Yunusobod galereyasi arxitekturasi yechimi mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari o'rtasida o'tkazilgan xalqaro tanlovda birinchi o'rinni qo'lga kiritgan. Bu degani bugun mamlakat shaharsozlik siyosati, estetika va funksionallik uyg'unligi orqali o'zini zamonaviy maydonda ham tanita boshladi. Ichkarini ko'rib turibsiz, har bir detal did bilan. Prezident shu yerda poytaxt faollari, nuroniylar va yoshlar bilan samimiy suhbatlashdi. Barcha sohalarda erishilayotgan natijalarimiz avvalo yurtimizdagi tinchlik va xalqimizning hamjihatligining samarasi. Poytaxtimiz kun sayin obod va ko'rkam qiyofa kasb etmoqda. Buni chet eldan kelayotgan mehmonlar ham alohida e'tirof etmoqda. Birdamlikda gap ko'p. Uning ildizi eng avvalo mahallalarimizda. Adolatli bahoni ham xalqning o'zi shu mahalla beradi. Shuning uchun odamlarni rozi qilishga qaratilgan ishlarimizni eng quyi bo'g'indan boshlayotganimizda chuqur ma'no bor, dedi prezidentimiz. Ijtimoiy degan so'zni tagida mamlakatimizda o'sha 38 milliondan ortiq aholi bo'lsa, asosan mana shu aholini turmush sharoitini yaxshilash, barcha qatlamni yaxshilash. Birgina mana yaqqol misol, uzoqqa bormaylik. Toshkent shahrida bo'layotgan islohotlarni aytib tugatish nihoyatda qiyin. Birgina Yunusobod tumanining o'ziga shu yilning o'zida 2-chi marotaba davlatimiz rahbari tashrif buyurib, o'sha katta bir mol degan bir markazni ochdilar. Mana bu yerda ham bugun ajoyib galereya, bu insonlarni yaxshilikka, ezgulikka, ijodga, bir yaxshi hayotga, chiroyli yashashga da'vat qiladigan
ham da'vat bo'lyapti, ham shart-sharoit bo'lyapti. O'sha bosh g'oyamiz bor. Hammasi narsamiz inson uchun degan gaplari borda. Mana shu narsalarni ko'rib turib, mana shu Toshkent shahrining bir fuqarosi sifatida, bir jamoatchilik tashkilotini a'zosi sifatida o'ylab qolaman deb, mana o'zlarining bir gaplari bor. Bo'lar ekan-ku degan bir gaplari bor-da. Mana shu narsalar bo'lar ekan-ku, yurtimizdagi avvalambor tinchlik, xotirjamlik, bunyodkorlik ishlari qo'shni mamlakatlar bilan, dunyo mamlakatlari bilan yurtimizga havas qilayotgan bugun hamma davlatlar deyarli havas qilishyapti. Ayniqsa shu oila, onalik, bolalikni muhofaza qilish, ularning salomatligi, bandlik masalalari yoki o'sha gender tenglik masalalari deymiz, oilaviy qadriyatlarga alohida e'tibor beryaptilar. Bizga xorijiy davlatlardan o'sha delegatsiyalar kelishardi, lekin aytishardi, sizlarda ishsizlik qanaqa, ishsizlik bormi desa bilasizmi? Biz dadil turib aytardik. Ko'zimizni pirpiratmasdan ham. Yo'q, bizda nima ishsizlik yo'q bizda deb aytardik-da. Qarang, mana davlatimiz rahbari shunaqa bir dadillik bilan o'zlari shu narsani e'lon qildilar va uni qanaqa qilib bartaraf qilish yo'llarini hatto shu yo'l xarita qilib shunday bir tizim qilib chizib berdilar. Subsidiya berilyapti, ish joylari tashkil qilib berilyapti. Bu narsa demak aholimizni o'sha birinchidan ijtimoiylashuvi, ikkinchidan mana shu oilalarni, jamiyatimizning asosi bo'lgan oilalarning tinchligini ta'minlash, ajrimlarni oldini olish, oilada o'sha sog'lom turmushni bir tatbiq qilish borasidagi amalga oshirayotgan juda katta bir tengsiz, betakror islohotlarning natijasi deb bilaman. Mana bugun Yunusobodda katta bayram. Mana hozir o'zingiz ko'ryapsiz, shunaqa chiroyli joy ko'rib, bizlar ham qolishmayapmiz chet eldan. Shaharning markaziga borish kerak emas. Mana shu mana asosiy 9-kvartal, 8-kvartal, 2-kvartal odamlar ko'p qavatli uylarda yashaydi. Bu yerda ko'p fuqarolar bor. Markazga bo'lmasa bu yoqqa chiqqanda kerak narsalarni burada hammasi topish mumkin. Va bunda mana shu ko'chada chiroyli joy qilingan. Ming rahmat Shavkat Miromonovga shu Yunusobodda shunaqa katta manzillarni qurayotganlariga. Bu tashrifda eng yodda qoladigan lahzalardan biri. Bu manzarani rejalashtirib ham bo'lmasdi, sahnalashtirib ham. Bolalar maydonchasidagi bu uchrashuv davlat siyosati qayerdan boshlanishini eslatib qo'yadigan moment. Ha, bugun davlat siyosati bolalardan, ularning quvonchi, ularning ishonchidan boshlanyapti. Bu yerda hammasi oniy lahzada yurakdan aytiladi. Bolalarcha beg'uborlik bilan ana shu samimiylik har bir lahzani qimmatli qildi. O'zbekiston prezidenti Yunusobod galereyasi savdo va biznes markaziga tashrifi doirasida shu yerda joylashgan Unicorn Soft IT kompaniyasi faoliyati bilan tanishdi. 2017-yilda tashkil etilgan korxona elektron hujjatlar aylanishi tizimlari va ish jarayonlarini avtomatlashtirishga ixtisoslashgan bo'lib, shu kunga qadar respublika bo'ylab davlat boshqaruvi jumladan ijro organlari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha 70 dan ortiq dasturiy tizimlarni ishlab chiqdi. Ular qatoriga prezidentimiz qaror va farmonlari ijrosi intizomi, shuningdek elektron hujjatlarni almashish tizimlari. Bundan tashqari Dono AI kabi aqlli tahlil tizimi kiradi. E'tiborlisi IT mahsulotlarining barchasi mahalliy kadrlar tomonidan yaratilgan. Yana bir ijobiy tomoni shundaki, bu hamma davlat organlarini ichki hujjat almashuv G2G xizmatlarini ko'rsatadigan kompaniya. Hozir yana buni mahalla darajasiga tushirish va yanada boshqa tizimlarni kengaytirish, sun'iy intellekt joriy qilish masalalari bo'yicha ham hozir ishlanmalar olib borilmoqda. Va bu yo'nalishda davlatimiz rahbari sun'iy intellektni rivojlantirish, umuman imkoni boricha kompaniyalarni bundan buyog'iga faqatgina bir qanaqadir mahsulotni joriy qilish emas, balki ilmiy tekshirish, ilmiy izlanishlarni olib borish bo'yicha vazifalar qo'yganlar. Shuning uchun bu kompaniya doirasida yangi ilmiy izlanishlar olib boradigan laboratoriyani tashkil qilganmiz va yangi hard texnologiyalarga o'tishga, ya'ni sxemalarni o'zi dizayn qilish, o'sha sxemalar asosida yangi uskunalar ishlab chiqarish bo'yicha ham hozir ishlashyapti va buning natijasida imkoni boricha O'zbekistonni shu raqamli texnologiya salohiyati oshib boradi. Prezidentimiz O'zbekiston davlat xizmatlarini yanada soddalashtirish bo'yicha, aholiga va tadbirkorlik xizmatini kengaytirish bo'yicha katta vazifalar qo'yganlar. Ana endi shu vazifalarni amalga oshirish uchun bizda mana eng katta ikkita kompaniyamiz mana Uzinfocom va Unicorn Soft kompaniyasi. Uzinfocomda bu ko'proq front office xizmatlari, mana MyGoOz orqali aholiga tadbirkor ko'rsatgan xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, Unicorn Softda back office bilan G2G, ya'ni davlat organlariga bog'laydigan jarayonlarni optimizatsiya qilish inobatga olingan, ya'ni tashqaridan zaявка bo'lgani bilan davlat organlari bir-biri bilan hujjat almashuvida hammasini integratsiyasi bularni tizimlar orqali bo'ladi. Shuning uchun ham hamma
tumanlar, hamma mahallalarda ham ishlaydigan tizim bo'yicha ishlash kerak. Ana shundagina imkoni boricha odamlarimiz o'zi idora yurmaydi, hamma idora hujjatlari ichki tizim orqali aylanadigan darajaga kelamiz va natijada aholimizning, tadbirkorlarimizning hayotini yengillashtiramiz. Endi biz Yangi O'zbekiston kompaniyasi deymiz, chunki 17-yildan beri tashkil qildik, mana 8 yildan oshdi va shu davr ichida prezidentimiz tomonidan juda katta e'tibor berildi IT yo'nalishiga, axborot texnologiyalari raqamlashtirish yo'nalishiga. Mana bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish yo'nalishida albatta bizga juda ko'p qarorlar chiqdi. Masalan, eng asosiy farmonimizdan biri bu raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'ldi. Bu strategiyada aniq belgilar berildi. Tizimlarni joriy qilishimiz, qaysi yo'nalishlarga e'tibor berishimiz juda katta bir yordam bo'ldi. Umuman olganda elektron hujjat aylanish tizimi bu hammaga kerak. Nega? Hujjat yo'qolmaydi. Elektron raqamli imzo kalitlari bilan imzolanadi. Bir punktdan ikkinchi punktga yetkazish masalasi, yo'l kira xarajatlari, undan tashqari rahbarni eshik tagida kutib qo'l qo'yishiga ketadigan vaqtlar hammasini tejab, albatta elektron hujjat aylanish tizimi yordamida ham tizimli, ham samarali foyda keltirishi bu bugungi kunda dolzarb masala bo'lyapti. Biz shundan foydalanib mana Afrika davlatlariga borib keldik, o'zimizdagi O'rta Osiyo davlatlariga borib keldik, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bular bilan o'z joriy qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari eng katta hozir qilayotgan loyihalarimizdan biri mana shu O'rta Osiyo davlatlarida elektron hujjat aylanish tizimini bir xillashtirish yagona platforma orqali. Ya'ni Qozog'iston Respublikasida o'zida elektron hujjat aylanish tizimlari bor, Qirg'izistonda bor, mana Tojikistonga o'zimiz joriy qildik. Hozir muzokaralar ketyapti. Ozarbayjon davlatiga joriy qilamiz deb biz hozir kelishuvlar amalga oshirmoqdamiz. Bu kelgusida albatta xat hujjat almashmasdan elektron raqamli imzo orqali tasdiqlangan hujjatlarni davlatlararo aylanish imkoniyatini yaratish beradi. Kompaniyaning ustun tomoni shundaki, respublikamizning barcha hududlarida texnik qo'llab-quvvatlash bo'yicha filiallari mavjud. Ularda 1,5 mingdan ortiq xodim faoliyat yuritmoqda. Shundan 80% yoshlar tashkil etadi. Jamoa yildan yilga kengayib bormoqda. Muhim jihati shundaki, ilgari qorako'z dasturchilarimiz xorijga ish qidirib ketgan bo'lsa, endi chet ellik IT mutaxassislar karyerasini davom ettirish uchun O'zbekistonni tanlamoqda. Xususan Uniconsoftda pokistonlik va hindistonlik muhandis xodimlar mehnat qilayotgan ekan. Ushbu jihat mahalliy kadrlar salohiyatini oshirish bilan birga O'zbekistonni mintaqaning IT hubiga aylantirishda muhim o'rin tutadi. The first reason was that I wanted to explore more opportunities and to work with great cultures. Yangi imkoniyatlar va madaniyatni kashf qilish O'zbekistonni tanlashimga asosiy sabablardan biri bo'ldi. Pokistonda ko'plab yirik kompaniyalarda faoliyat yuritganman. O'zbekiston esa yanada ulkan istiqbollarni taqdim etmoqda. Tanlov juda keng edi, lekin menga shu kompaniya jozibador tuyuldi. Hozirda turli loyihalar ustida ishlayapman. Mazkur kompaniyaning ezgu maqsadi, ya'ni O'zbekistonda davlat boshqaruvini raqamlashtirish g'oyasi meni o'ziga jalb etdi. Men ushbu jarayon va qarashlarning bir qismi ekanimdan xursandman. Mamlakatda kasbiy rivojlanishim uchun ko'plab imkoniyatlarni ko'ryapman. Shu bois O'zbekistondan hali beri ketish niyatim yo'q. Mamlakatimizda axborot texnologiyalari sohasida yaratilgan qulay shart-sharoit va imtiyozlar natijasida davlat boshqaruvini raqamlashtirish, aloqa infratuzilmasini yaxshilash, IT ta'limini rivojlantirish kabi ko'plab yo'nalishlarda milliy dasturiy mahsulot ishlab chiqaruvchilarning ishtiroki izchil kengayib bormoqda. Bu borada O'zbekiston prezidentining tegishli farmoni soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilishning asosiy yo'nalishlarini belgilab bergan. Ushbu jarayonga Yunusobod tumanida faoliyat yuritayotgan Uniconsoft kompaniyasi ham munosib hissa qo'shib kelmoqda. Ayni paytda Uniconsoft tomonidan bojxona faoliyatini raqamlashtirish, shuningdek raqamli mahalla platformasini joriy etish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari kompaniyaning ushbu yo'nalishdagi loyihalari taqdimoti bilan ham tanishdi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan 57-son farmon, 122-son qarorlar qabul qilindi. Mana shu qarorlar bilan bojxona organlariga bir qator vazifalar, ya'ni bojxonani keyingi bosqichga olib chiqish, tadbirkorlarga, eksportyorlarga yanada qulay muhitni yaratish maqsadida vazifalar qo'yilgan. Mana shu vazifalarning ijrosini ta'minlashga qaratilgan. Mana shu loyihalar amalga oshirilishi natijasida ikkita yo'nalishni ko'rishimiz mumkin. Tahlil qilganmiz. Birinchi yo'nalishimizda tadbirkorlar uchun bir darcha tamoyil asosida hujjatlarni bir marotaba taqdim etish orqali butun rasmiylashtirish jarayonlarini amalga oshirish mexanizmi. Ikkinchi masalamiz oddiy sodda tadbirkorlar uchun qulay servislar yaratish. Ya'ni ma'lum bir mutaxassislarga murojaat qilmasdan turib, oddiy bilimga ega xodimlar ham soddalashgan holatda deklaratsiyalarni taqdim etish imkoniyatini yaratish. Sohaga sun'iy intellekt elementlarini qo'llash. Ya'ni oxirgi 3-4 yilda
tovar transport vositalar harakati bir necha karra o'sib ketyapti. Bularni rasmiylashtirish jarayonlarini faqatgina sun'iy intellekt elementlari bilan bojxona xodimlarini yuklamasini kamaytirgan holatda rasmiylashtirish mexanizmlarini joyiga chiqib, bundan tashqari bu o'z navbatida bevosita tadbirkorlarimizning ortiqcha xarajatlarini ham kamaytiradi. Shu bilan birgalikda davlat byudjetidan mana shu loyihani amalga oshirish natijasida 1 trillion so'mdan ortiq byudjetda mablag' tejalishiga erishiladi. O'zbekiston prezidenti topshirig'iga binoan 2030-yilgacha BMTning elektron hukumatni rivojlantirish indeksida O'zbekistonni top 30 ta davlatlar qatoriga qo'shish maqsad qilingan. Bu reyting mamlakatlarni 3 ta asosiy ko'rsatkich, ya'ni telekommunikatsiya infratuzilmasi, inson kapitali va davlat xizmatlari darajasi bo'yicha baholaydi. Hisobot har 2 yilda e'lon qilinadi. So'nggi tadqiqot natijalariga ko'ra, ya'ni 2024-yilda O'zbekiston 193 ta davlat ichida 63-o'rinni egalladi va 2022-yilgi natijaga nisbatan 6 pog'onaga yuqoriladi. Davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilgan ambitsiyali rejaga erishishda Uniconsoft kabi kompaniyalarning o'rni yuqori ekanligi aytilmoqda. Bois ularning innovatsion yechimlari bilan davlat boshqaruvi sifati, raqamli texnologiyalar, qolaversa sun'iy intellekt unsurlari yordamida yangi darajaga ko'tariladi. Bu o'z navbatida tadbirkorlarga, qolaversa umuman aholiga yanada sifatli va shaffof davlat xizmatlarini taqdim etish imkonini beradi. Prezidentimiz milliy IT mahsulotlar ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, yoshlarning sun'iy intellekt texnologiyalari sohasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirish, davlat idoralarida raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish bo'yicha tegishli tavsiyalar berdi. Shu bilan birga davlat rahbariga Yunusobod tumanida qad rostlagan qator turar joy binolari va infratuzilma obyektlari namoyish etildi. Taqdimotdan so'ng O'zbekiston yetakchisi tumandagi boshqa yangilanishlar bilan tanishish maqsadida navbatdagi manzil sari yo'l oldi. Yangi O'zbekistonda prezidentimiz boshchiligida olib borilayotgan siyosatdagi g'oya va tashabbuslarning zamirida avvalo inson qadri tushunchasi yotibdi. Inson qadri qachon ulug'lanadi? Qachonki qonun ustuvor bo'lgan joyda. Demak, huquqni muhofaza qilish idoralarida odil tergovni olib borish uchun mutaxassislar zarur. Shu ma'noda prezidentimiz tizimni tubdan takomillashtirishga jiddiy e'tibor qaratdi. Yangicha yondashuv asosida tergov organlari uchun kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning yagona zanjiri yuzaga keldi. Aslida bu jarayonlar bir necha yil avval boshlangan. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 28-noyabrdagi jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoni doirasida Bosh prokuratura akademiyasi negizida O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish akademiyasi tashkil etildi. Akademiya qisqa vaqt ichida tor ixtisoslashgan ta'lim muassasalaridan prokuratura va tergov surishtiruv organlari uchun kadrlarni yagona yondashuv asosida tayyorlaydigan, ta'limni uzluksiz tizimiga ega bo'lgan, to'laqonli ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasasiga aylandi. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Nega avval bu yo'nalishga kadrlar tayyorlashga jiddiy e'tibor berilmagan? Qariyb 10 yil muqaddam organlar uchun sohaviy kadrlar tayyorlash go'yoki qora quti, ya'ni soyada qolgan mavzu kabi edi. Na shart-sharoit, na rag'bat, na imkoniyat bo'lgan. O'qish imkoniyati faqat kam sonlilar uchun mavjud bo'lib, chin dildan intilishga ega bo'lganlar esa chetda qolib ketavergan. Natijada asl iqtidori borlarda qiziqish yo'qoldi va vaziyat yanada murakkablashdi. 2017-yildan sohada tub islohotlar boshlandi. Ana shu yangilanishlar davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bunyod etilgan huquqni muhofaza qilish organlari akademiyasi faoliyatida to'liq aks etgan. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur dargohga tashrif buyurib, uning faoliyati va ta'lim imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Aslida huquqni muhofaza qilish organlari akademiyasi mamlakatda professional kadrlar korpusini shakllantirishdagi asosiy markazga aylanib ulgurdi. Davlatimiz rahbari maxsus o'quv laboratoriya markazini ko'zdan kechirar ekan, tergovchi kadrlarni tayyorlashda joriy qilingan bunday yangicha tizimni mohiyatini tahlil qilib berdi. Bir paytlar e'tibordan chetda qolgan sohada paydo bo'lgan bo'shliqni to'ldirish uchun mana shunday shart-sharoitlar yaratilganligini aniq misollar bilan tushuntirib berdi. Jarayonlar bilan tanishgan davlatimiz rahbari talaba va tinglovchilar o'qigan va bilganlarini amaliyotga joriy qiladigan tizim yaratish lozimligini alohida ta'kidladi. Sharoit yaratish bo'yicha, shu jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha mana shu dunyoda qaysi davlatda rivojlangan bo'lsa, o'sha davlatdan hamma imkoniyatni olib kelishga harakat qilyapmiz. Hozir sizlarda bor bu narsa. Agar sizlar o'zlaringiz ustozlaringdan, katta tergovchi bo'lgan hamkasblaringdan so'rasalaring, ularda ming afsuslarki, bu narsa, bu imkoniyat bo'lmagan. Sizlar bir mukammal yangi O'zbekistonda yetuk tergovchilar bo'lib yetishishiga men umid qilib va ishlaringizga muvaffaqiyat. Biz
kuch haqiqatda va qonun ustuvor jazo muqarrar degan tamoyil asosida yashayapmiz. Inson qadri deganim eng katta narsa mezon, adolat bo'lishi kerak. Bu akademiyani tuzishda 2-3 marta aytdimki, tergovchi yomon deyishdan oldin tergovchini yaxshi bo'lish uchun nima qildik biz? 27 yil mustaqillikda. Lekin hozir yaxshi bo'lish uchun biz imkoniyat yaratyapmiz. Shundan sizlar unumli foydalanasizlar degan umidda mana sizlar bilan ko'rishyapman. Sizlar ham o'zlaringga ongli ravishda bir mas'uliyat va javobgarlik olishlaring kerakki, bunday imkoniyatdan to'g'ri foydalanishlaring kerak. Har bir qabul qilgan qarorlaring bilasizlar, tinchligimizga, osoyishtaligimizga, kelajagimizga zamin bu. Ikkinchidan, har bir jinoyat bo'lgan joyda tergovchi o'zini u jabrlanuvchini o'rniga ham, u jinoyatchini o'rniga ham o'zini qo'yish kerak. Ana shunda adolat va ana shunda mezon, ana shunda eng to'g'ri yechim bo'ladi. Shuning uchun fursatdan foydalaninglar, natija sizlarniki bo'ladi. Huquqni muhofaza qilish akademiyasi O'zbekistonda birinchi bo'lib, turli tizim, yagona yondashuv asosida huquqni muhofaza qilish organlari, surishtiruv va tergov idoralari uchun tergovchi xodimlarni tayyorlab berishni birinchi vazifa qilib oldiga qo'ygan. Bundan tashqari magistratura yo'nalishi, qayta tayyorlash va malaka oshirish kursi yo'nalishlari bor. Mazkur yo'nalishlarda nafaqat prokuratura organlari, butun mamlakatimizdagi vakolatli davlat idoralari, ya'ni surishtiruv va tergov faoliyati bilan shug'ullanuvchi idoralarning xodimlari ham malakasini oshiradi. Bugungi kunda asosan ta'lim olishning dual tizimi yo'lga qo'yildi. Birinchilardan bo'lib, bu degani talaba faqat darsda, auditoriyada o'tirish emas, umumiy o'quv faoliyatining kamida 50%ni to'g'ridan to'g'ri kelajakda qaysi huquqni muhofaza qilish idorasida ishlaydigan bo'lsa, bular shu idoraning faoliyatini tanishi bilan to'g'ridan to'g'ri tergovchi va surishtiruvchilar bilan birgalikda ish olib borish bilan davom ettiradi. Qisqa muddat ichida akademiyaga biriktirilgan hududda infratuzilma izchil ravishda kengaytirildi. Majmua to'ri undan 3 gektar hududda barpo etilgan bo'lib, o'quv binosi, ma'muriy bino, kutubxona, oshxona va 2480 o'ringa mo'ljallangan yotoqxonani o'z ichiga oladi. Shu bilan birga zamonaviy sport majmuasi qurilishi davom etmoqda. Bu esa bo'lajak mutaxassislarni har tomonlama rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Prezidentimizga amaliy faoliyat uchun mo'ljallangan xonalardan qanday samarali foydalanilayotganligi haqida ma'lumot berildi. Davlatimiz rahbari ta'limda amaliyotga e'tiborni kuchaytirish muhimligini alohida ta'kidlab, o'qitish usullarini takomillashtirish bo'yicha bir qator tavsiyalar berdi. Bugungi kunda akademiyada jami 12 ta ixtisoslashtirilgan o'quv xonalari faoliyat ko'rsatmoqda. Ular qatoriga kriminalistika poligonlari, so'roq va tanib olish zallari, kiberpoligon hamda darknet laboratoriyalari kiradi. Xalqaro tergov amaliyotida shunday bir ibora bor, ya'ni ko'zing bilan ko'r, qo'ling bilan ushla va uni amaliyotda qo'lla degan tushuncha bor. Shu ma'noda akademiyada maxsus o'quv laboratoriyalari tashkil etilgan. Bundan maqsad auditoriyalarda olingan nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirishdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan tashkil qilingan bunday akademiya asosan yurtimizdagi barcha huquqni muhofaza qiluvchi idoralar uchun tergovchi kadrlarni tayyorlab beradi. Bundan tashqari akademiyaning 1,5 mingdan ko'proq talabalari bu yerda kasb-ko'yat ko'nikmalarini oshirishadi. Mahalliy hamda xorijiy ekspertlarning fikricha, bunday akademiyaning tashkil etilishi O'zbekistonda inson huquqlarini ta'minlash borasida malakali kadrlarni tayyorlash uchun tashlangan muhim qadamlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Tergov faoliyati yo'nalishi bitiruvchilari huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatiga bevosita integratsiyalash imkoniyatiga ega. Bu yerda oliy ta'limning 2 bosqichli tizimi, bakalavriat va magistratura joriy etilgan. 2023-2024 o'quv yilida ilk bor mamlakatimizda turli tizimlar yagona yondashuv tamoyili asosida tergov faoliyati va prokurorlik faoliyati bakalavriat yo'nalishi bo'yicha ta'lim jarayoni tashkil etildi. Kelgusida kiber huquq yo'nalishi bo'yicha kadrlar tayyorlash rejalashtirilgan. Magistraturada esa bu yo'nalishlar bilan bir qatorda milliy ta'lim tizimi uchun noyob bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurash faoliyati hamda inson huquqlari sohasida xalqaro huquq yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda. Joriy o'quv yilidan kiber xavfsizlikni huquqiy ta'minlash magistratura yo'nalishi ham joriy etiladi. So'nggi 3 yil ichida akademiyaning moddiy texnik bazasi misli ko'rilmagan darajada o'zgartirildi. Xodimlar uchun alohida bino qurib berildi, sport komplekslari qurilmoqda. Prezidentimiz qayerga tashrif buyursalar, o'sha yerda motivatsiya bo'ladi. Bugungi kundagi tashriflari ham huquqni muhofaza qilish sohasida, huquqni muhofaza qilish organlariga kadrlar yetkazib berish sohasida yana qanaqa konseptual jihatlarga alohida ahamiyat berishimiz kerakligi haqida o'zimizga xulosa qilib oldik. Keyingi faoliyatimizda prezidentimiz tomonidan berilgan maslahatlar, ko'rsatmalar asosida yanada faoliyatimizni takomillashtiramiz. 2009-yil shu tizimga kirgan bo'lsa, 16 yil bo'ldi. 16 yil ichida bunaqa sharoit qachon bo'lgan, hech qachon ko'rmaganmiz. To'g'ri xulosa qilib, shu sharoitga mos bo'lgan ishni amalga oshirishimiz kerak, shu sharoitga mos bo'lgan javobni berishimiz kerak prezidentimiz oldida. Prezidentimiz siyosatlarining tub zamirida inson qadri yotibdi. Inson qachon qadrlanadi? Uning huquqlari himoya qilinsa, uning huquqlarini kim himoya qiladi?
malakali yuridik kadrlar himoya qiladi. Malakali yuridik kadrlarni tayyorlash vazifasi bizga yuklatilgan. Shu jarayonda biz qo'limizdan kelgancha o'zimizni bilimimizni, tajribamizni, salohiyatimizni sarflashga va'da beramiz. Tashrif davomida prezidentimiz akademiyaning kutubxonasida ham bo'ldi. Bu yerda davlatimiz rahbari sohada uzoq yillar faoliyat olib borgan nuroniylar hamda yoshlar bilan samimiy muloqot qildi. Ularni doimo o'qib o'rganishga, ilm olishga va uni inson huquqlarini himoya qilishga safarbar etishning muhim jihatlarini aniq misollar bilan tushuntirib berdi. Chunki inson hayotida erishgan moddiy ne'matlarni kun kelib yo'qotishi mumkin, lekin uni bilimini hech kim tortib ola olmaydi. Bunday o'tkir zehn va bilim ayniqsa odamlar taqdiriga daxldor qarorlar qabul qilishda tergovchi kadrlarga juda zarur. Shu ma'noda bu yerga ilm xazinasini jamlagan mana shunday zamonaviy ziyo maskani qurildi. Davlat rahbarimizning akademiyamizga tashrifi ta'lim jarayoniga qaratilgan yuksak e'tibori deb hisoblayman. Akademiyamizda yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar, tergov faoliyatiga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlar hamda biz bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanishga yo'naltirilgan tizimli chora-tadbirlari davlat rahbarimizning bizga yaratgan imkoniyatlari hisoblanadi va bu imkoniyatlardan biz to'g'ri foydalangan holda kelgusida yurtimizga sidqi dildan xizmat qiladigan kadrlar bo'lib yetishishimizga harakat qilamiz. Bugungi kunda akademiyamizdagi ta'lim jarayonlari barcha xalqaro standartlarga yaratilgan sud imitatsiya xonalarida biz aynan sud protsessi ishtirokchilari, sud prosessini qanday amalga oshirish bosqichlarini o'rganyapmiz. Bundan tashqari akademiyamizdagi kriminalistika poligonlarida biz to'g'ridan to'g'ri tintuv, hodisa joyini ko'zdan kechirish tergov harakatlarini amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi va buni aynan real hayotda amalga oshirish tartibini biz aynan o'sha kriminalistik poligonlarda o'rganib boryapmiz. Bunday sharoitlarni bizga yaratib bergan muhtaram prezidentimizga akademiyaning barcha talabalari nomidan o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Akademiyamiz O'zbekistondagi eng yangi oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi va bu yerdagi dual ta'lim tizimi orqali talabalar nafaqat nazariya orqali, balki amaliyot orqali ham juda ko'plab bilimlarni shaxsan ko'zlari bilan ko'rish orqali o'rganishadi. Va bugungi davlatimiz rahbari tashrifi bizga yanada mas'uliyat, o'qish uchun yanada motivatsiya berdi desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Muloqotda yana bir muhim jihatga e'tibor qaratildi. Akademiyada 10 ta ixtisoslik bo'yicha ilmiy darajalarni beruvchi kengash faoliyat olib boradi. Shundan korrupsiya muammolari ixtisosligi bo'yicha ilmiy kengash mamlakatimizda yagona hisoblanadi. Bugungi kunda bu yerda barcha bosqichda o'qiyotgan talabalarga 81 nafar malakali professor o'qituvchilar saboq beradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, akademiyaning ilmiy faoliyati 67% dan oshgan. Huquqni muhofaza qilish akademiyasiga davlatimiz rahbarining bugungi tashriflari juda ko'tarinki o'tdi. Bu tashrif barchamizga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Chunki mana shu davlatimiz rahbari boshchiliklarida amalga oshirilayotgan islohotlarni zamirida har bir soha uchun bilimli, salohiyatli, kuchli, vatanini sevgan, xalqiga sadoqati kuchli bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash turadi. Xususan, huquqni muhofaza qilish sohasida ham bilimli va adolat yo'lida xizmat qiladigan kadrlar tayyorlash topshirig'i bizning zimmamizga yuklatilgan. Shunday ekan, ta'lim faoliyatimizni amaliyot bilan uzviy ravishda bog'liq holda amalga oshirar ekanmiz. Bugungi uchrashuvdan va bugungi topshiriq va vazifalardan ilhomlanib, yanada katta marralarni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bundan keyin ham akademiyamiz huquqni muhofaza qilish sohasi, jumladan prokuratura sohasi uchun bilimli, malakali va zamonaviy chaqiriq va tahdidlarga javob bera oladigan, qarshi tura oladigan salohiyatli kadrlarni tayyorlashda barcha ijobiy xalqaro tajribalarni chuqur o'zlashtirib, o'z maktabimizni, o'z ijobiy tajribamizni yaratish ustida ishlarimizni davom ettiramiz. Sir emaski, hozirda zamonaviy texnologiyalar rivojlangani sari kiber jinoyatlar turlari ham soni ham ortib bormoqda. Bu soha oldiga jiddiy vazifalarni qo'ymoqda. Shu ma'noda raqamli kriminalistika sohasiga alohida e'tibor berilmoqda. Shu ma'noda akademiya tarkibida ilmiy tadqiqot instituti faoliyat yuritib, u murakkab tadqiqotlar va ekspertizalar o'tkazmoqda. So'nggi yillarda 189 ta kiber jinoyat fosh etildi. Jinoyatlarni fosh etish, ularni tergov qilish samaradorligini oshirish, jinoyatchilarga nisbatan jazo muqarrarligini ta'minlash nuqtai nazaridan muhtaram yurtboshimizning qarorlariga asosan 2024-yil iyun oyida Huquqni muhofaza qilish akademiyasi huzurida
raqamli kriminalistika ilmiy tadqiqot instituti tashkil etildi. 30 dan ziyod raqamli kriminalistika texnika vositalari bilan institutimiz ta'minlandi. Hozirgi kunda 2000 ga yaqin surishtiruvchi, tergovchilar respublikamizning barcha hududlarida institutimizda faoliyat ko'rsatayotgan prokuror, kriminalist xodimlarimiz joylarga chiqib, ularning malakasini oshirib, aynan bu sohadagi ko'nikmalarini oshirishga erishdilar. Oktyabr-noyabr oylarida Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston, Ozarbayjon Respublikasidan huquqni muhofaza qilish organlarining vakillari kelishib, aynan shu kiber jinoyatlarni fosh etish, ularni demak tadqiq etish borasidagi ko'nikmalarini oshirib ketishdi. Hurmatli prezidentimizning akademiyamizga tashriflarida aynan sun'iy intellektni raqamli kriminalistikaga joriy etilishini kengaytirish borasida bergan vazifalarini o'zimizga qayd etib olib, prokuror kriminalistlarimiz bilan birgalikda bu boradagi ilmiy tadqiqot ishlarimizni yanada takomillashtiramiz. Bu borada xalqaro hamkorlik ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Akademiyaning loyihalar ofisida esa Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Germaniya, Janubiy Koreya, Rossiya, Sloveniya va Shvetsiya kabi davlatlardan jalb qilingan ekspertlar hamkorligida 15 dan ortiq loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu o'z o'rnida nafaqat malakali kadrlar tayyorlash, balki joylarda faoliyat olib borayotganlarni ham ko'nikmasini oshirishga mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bugungi Toshkent qanday qiyofa kasb etmoqda? Kelgusi yilda mamlakatning bosh shahri zamonaviy poytaxt maqomiga munosib bo'lishi, davrning yangi talablariga javob berishi uchun qanday ishlar amalga oshirilishi kerak? Poytaxt aholisi, mehmonlar, tadbirkorlar, mahalliy va xorijiy investorlar uchun qulaylik va imkoniyatlarni kengaytirish borasida nimalarga e'tibor berish lozim? Islohotlarning markazidagi bosh g'oya inson qadrini ulug'lash, odamlarning turmush sharoitini yanada yaxshilash bo'yicha nimalarga ko'proq ahamiyat qaratish kerak? Mazkur masalalar davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan Toshkent shahrida amalga oshirilgan ishlarni sarhisob qilish va kelgusi yilga yangi marralarni belgilab olishga bag'ishlangan yig'ilishning asosiy mavzusi bo'ldi. Mamlakatimiz rahbari dastlab so'nggi yillarda poytaxtda olib borilgan keng ko'lamli islohotlar va ularning natijalariga to'xtalib o'tdi. So'nggi yillarda Toshkent shahrida ulkan o'zgarishlar yuz bergani ta'kidlandi. O'tgan 9 yilda Toshkent shahri iqtisodiyotiga 20 milliard dollardan ortiq to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritildi. 5000 ga yaqin yirik loyihalar ishga tushirildi. Jon boshiga to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar 2017-yildagi 71 dollardan 2.2 ming dollarga oshdi. Shaharda tijorat maydonlari 14 karra oshib, 67 million kvadrat metrga yetdi. Tadbirkorlar soni 140 mingga yaqinlashdi. Bunyodkorlik ishlari, yangi qurilgan savdo, servis, ko'ngilochar obyektlar tungi iqtisodiyotni rivojlantirdi. Shahar piyodalar uchun tamoyili asosda mahalla va ko'chalarda ijobiy o'zgarishlarni odamlar kundalik hayotda sezayotganini o'zlari aytayapti. Toshkentga 1,5 mingta zamonaviy elektrobus va avtobus olib kelindi. 168 ta yangi yo'nalish ochildi. Qo'shimcha 33 kilometr metro liniyasi, 21 ta yangi stansiya qurildi. 1 millionga yaqin aholiga metro xizmatlari yaqinlashdi. Uy-joy qurish ko'lami ham keskin oshdi. Avvallari Toshkentda yiliga ko'pi bilan 2-2,5 ming xonadon qurilgan bo'lsa, so'nggi yillarda bu ko'rsatkich o'rtacha 15,5 mingdan oshdi. Qanchalik og'ir bo'lmasin, so'nggi 3 yilda 33,5 trillion so'mga yaqin mablag' ajratildi. Toshkent aholisi va tadbirkorlar elektr ta'minotini yaxshilashni boshladik. Kelasi yil ham mana shu maqsadlarga yana 1,5 trillion so'm beramiz. Umuman poytaxtimiz iqtisodiyoti oxirgi 9 yilda 2 barobar o'sib, bu yil 27 milliard dollarga yetadi. Aholi jon boshiga daromad esa 4.4 ming dollardan 8.6 ming dollarga ko'paydi. Natijada kambag'allik darajasi yil boshidagi 7.3% dan 1% ga, ishsizlik esa 4.5% dan 3.5% ga pasayadi. Yig'ilishda prezidentimiz tez o'sib borayotgan poytaxt aholisi va ular uchun munosib sharoit yaratish masalasiga to'xtalib o'tdi. Toshkent shahrining doimiy aholisi har yili o'rtacha 100 mingdan ko'payib, 2030-yilda 3,5 milliondan oshishi kutilmoqda. Shuningdek, yalpi hududiy mahsulotni 52 milliard dollarga yetkazish, jon boshiga daromadni qariyb 2 karra oshirish. Birinchi marta bu raqamlarni aytayapman. 15 ming dollarga yetkazishni reja qilyapmiz. Bu juda katta raqam. Ushbu marralarga erish uchun hokim Umurzoqov 9 ta o'rinbosari va 12 ta tuman hokimi tinimsiz izlanish kerak. Shahar uy-joy fondi, transport, energetika, ta'lim va tibbiyot, servis infratuzilmalarini dunyoning zamonaviy megapolislari andozasi asosida qayta ko'rib chiqish zarur bo'ladi. Toshkent shahrini moliya,
ilg'or texnologiyalar, madaniyat va turizm markaziga aylantirishimiz zarur. Shu bilan birga poytaxtimizda hali yechimini kutayotgan juda ko'p masalalar bor. Eng avvalo shahar aholisini tashvishga solayotgan ekologiya, yuqori daromadli ish o'rinlari yaratish va sifatli boshqaruv masalasida shahar mas'ullari yondashuvlarini mutlaqo o'zgartirishiga to'g'ri keladi. Misol uchun Yunusobodda 5 yilda 500 ming kvadrat metr yirik savdo komplekslari barpo etilib, savdo xizmat ko'rsatish hajmi bu yilning o'zida 76 trillion so'mga yetdi. Shayxontohur, Chilonzor, Mirzo Ulug'bek tumanlarida ham katta o'zgarishlar bor. Lekin yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish maqsadida tashkil qilingan Yashnoboddagi texnopark salohiyatidan haligacha to'liq foydalanmayapmiz. Tayyor turibdi, bo'sh joylar ham turibdi, bori ham to'liq quvvatda ishlamayapti. Yashnobod hokim uni ishlatish kerak. Yangi hayotdagi Toshkent indeks loyihasi ham yurib ketgani yo'q. Qurilish ishlari haligacha to'liq bo'lmagan. Qurilgan 6,5 mingta savdo obyektining yarmidan ko'pi bo'sh turibdi. Vaholanki Yashnobod tumani hokimi Rahmonqulov, Yangi hayot tumani hokimi Inagamov tadbirkorlarning tilini topib, ularga sharoitini to'g'irlab bersa, birgina shu loyihalarni to'liq ishga tushirish orqali yana 10 mingga yaqin ish o'rinlarini tashkil qilsa bo'ladi. Buning uchun har kuni izlanishlaring kerak. Nima uchun shahar prokurori Urmanov, departament Karay buni o'rganib, boy berilayotgan ish o'rinlari va yo'qotilgan tushumlarni joy-joyiga qo'ymaydi? Prokuror har kun tahlil qilishlaring kerak. Toshkent shahrida yashirin iqtisodiyot ulushi 9,5% tashkil qilmoqda. Agar O'rmonov, Karayev, soliqni boshlig'i Nasimjonov buni qisqartirish bilan tizimli shug'ullansa, 24 trillion so'mlik soyadan chiqadi va byudjetga 6 trillion so'm tushadi. Mana Umrzoq Xitoydan 300 million dollar olib kelib, Shota Rustaveli ko'chasida BRT yo'lagi hamda Islom sivilizatsiyasi markazi hududida avtomobil tonnelini ishga tushirdi. Lekin kichik halqa yo'li, katta halqa yo'li, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Shahrisabz, Maxtumquli, Ohangaron ko'chalarida tirbandlikdan aholi mutlaqo norozi. Qani natija? Qani intilish? Endi poytaxtda boshqaruv o'zgaradi. 2026-yil Toshkent shahri uchun jadal rivojlanish va aholi daromadlarini o'sish yili deb e'lon qilamiz. Bu g'oyani ro'yobga chiqarish bo'yicha katta dastur amalga oshiriladi. Ta'kidlanganidek, kelgusi yilda jon boshiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyani 3 ming, 2027 yilda esa 3,5 ming dollarga yetkazish uchun poytaxt tumanlari 3 ta yo'nalishda rivojlantirilib, 2026 yilda 9 milliard dollar, 2 yilda 20 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya kiritiladi. Qayd etilganidek, Sergeli, Yangi hayot, Bektemirda yuqori texnologik sanoat va logistika sohalari o'sish nuqtasi bo'ladi. Jumladan, kelasi yili Sergelida maydoni 120 ming kvadrat metr bo'lgan 70 million dollarlik zamonaviy logistika va omborxona ishga tushiriladi. Yangi hayotdagi yangi avlod sanoat zonasida elektrotexnika, to'qimachilik, avtomobilsozlik va oziq-ovqat sohasida 2 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu yerda Birlashgan Arab Amirliklarining DP World kompaniyasi zamonaviy logistika tizimini yo'lga qo'yadi. Ushbu sanoat zonasi Yangi hayot va Bektemirdagi 640 gektar hisobidan kengaytiriladi. Buning hisobiga umumiy qiymati 3 milliard dollarlik ekologiya talablariga mos va yuqori texnologik yangi loyihalarni boshlash topshirildi. Yangi avlod sanoat zonasi boshqaruviga ilg'or xorijiy kompaniyani jalb qilish zarurligi ta'kidlandi. Uchtepa, Chilonzor, Yakkasaroy, Shayxontohur va Olmazorda xizmatlar, kreativ iqtisodiyot, dizayn va turizm asosiy investitsiya yo'nalishlariga aylanadi. Xususan 37 gektarda 1 milliard dollarlik Uchtepa City loyihasi boshlanadi. Uning doirasida zamonaviy mehmonxona, biznes markazlar, savdo-ko'ngilochar majmua va apartamentlar barpo etiladi. Chilonzor, Yakkasaroy, Olmazorda ham 2,5 milliard dollarlik shunday loyihalar amalga oshiriladi. Mirzo Ulug'bek, Yunusobod, Mirobod va Yashnobodda esa sun'iy intellekt, startap, fintech, moliya, tibbiyot va ta'lim sohasida 1 milliard dollarlik loyihalar amalga oshiriladi. Yig'ilishda qayd etilganidek, o'tgan 9 yilda poytaxtda xizmatlar hajmi yiliga 20% dan o'sib, 30 milliard dollarga yaqinlashdi. Kelgusi yilda buni 38 milliard dollarga, 2027-yilda esa 45 milliard dollarga olib chiqish muhim ekani ta'kidlandi. Joriy yilda shahardagi 26 ta ko'cha tunu kun ishlaydigan ko'chalarga aylantiriladi. Bu ko'chalarda 1200 ta savdo servis obyektini joylashtirish hisobiga 5000 aholi daromadli bo'ladi. Kelgusi yilda yana 18 ta shunday ko'cha tashkil qilish vazifasi qo'yildi. Banklarning 100 ta yangi yuqori qiymatli ijtimoiy, yashil, texnologik va turistik xizmatlarni jozibador shartlarda moliyalashtirish tashabbusi qo'llab-quvvatlandi. Chilonzorda yiliga 15 ming aholini savdo va xizmat ko'rsatish sohasida o'qitadigan markaz ishga tushirildi. Shunday markazlarni umumiy ovqatlanish va boshqa servis sohalarida yo'lga qo'yib, yiliga 5 ming aholini bepul o'qitish, 100 ta mahallada coworking markazi, darsxonasi va o'quv kurslarini ochish hamda 10 ming nafar yoshlarni qamrab olish topshirildi.
Bugungi kunda poytaxtda 75 tadan maktab va bog'cha, 23 ta sport obyektiga ehtiyoj bor. Yig'ilishda tuman hokimlari o'zlari mablag' jalb qilib, har yil bittadan maktab, bog'cha va sport obyektini qurishi, qolgan 15 tadan maktab va bog'cha hamda 11 ta sport obyekti investitsiya dasturi doirasida qurib berilishi belgilandi. Kelgusi yilda infratuzilma loyihalariga chetdan davlat kafolatisiz yana 300 million dollar jalb qilish muhimligi qayd etildi. Shu yildan Toshkent shahrining har bir tumanida bittadan maktabda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha Toshkent tajribasi boshlandi. Ya'ni 7-11 sinfdagi 1,5 ming o'quvchi saralanib, ularni axborot texnologiyalari, tibbiyot, biznes, muhandislik kabi yo'nalishlarda o'qitish yo'lga qo'yildi. O'quvchilarning fanlarni o'zlashtirishiga qarab o'qituvchilariga 20 million so'mgacha oylik maosh to'lanyapti. Bu tajribani kengaytirib, bunday maktablar sonini kelasi yili 24 taga, 2027-yilda 33 taga yetkazish vazifasi qo'yildi. Yig'ilishda qayd etilganidek, dekabrning boshida Toshkent shahrida transport boshqaruvini takomillashtirish va tirbandlikni kamaytirish bo'yicha alohida qaror imzolangan edi. Endi yirik megapolislar kabi poytaxtimizda ham transport tizimini yagona yondashuv asosida boshqaradigan markaz faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu markaz har bir ko'cha, har bir chorrahada transport va piyodalar oqimini sun'iy intellekt yordamida tahlil qilib, tirbandlik va yo'l transport hodisasining oldini olish bilan shug'ullanadi. Kelasi yili poytaxtga kirishdagi 2 ta nazorat posti shahar tashqarisiga ko'chadi. 3 tasi rekonstruksiya qilinadi. Bu yerlarda kamida 3,5 mingta yuk va 5,5 mingta yengil avtomobil uchun turargohlar hamda aholi uchun kempinglar barpo etiladi. Asosiysi, bu nuqtalarga jamoat transporti tarmog'i bog'lanadi. Poytaxtga kelayotgan mehmonlar avtomobilni shu yerda qoldirib, tez va xavfsiz jamoat transportida harakatlanishi mumkin bo'ladi. Shahar hokimligiga kelgusi yilda yagona boshqaruv tizimiga ega svetoforlar bilan jihozlangan 100 ta aqlli chorrahani yo'lga qo'yish, tadbirkorlar bilan 30 mingta avtomobil to'xtash joyi qurib, 300 ta bekatni rekonstruksiya qilish, 40 kilometr piyoda va 20 kilometr veloyo'laklar qurish, 100 kilometr yo'lni ta'mirlab, Yunusobod va Yashnoboddan yo'l o'tkazgich va tunnel barpo etish topshirildi. Kelgusi yilda 200 ta elektrobus olib kelish vazifasi qo'yildi. Dunyoning yirik shaharlari kabi poytaxtimizda ham ekologiya masalasining dolzarbligi ortmoqda. Oxford Economics nashrining global shaharlar indeksi reytingida Toshkent shahri dunyodagi 1000 ta shahar orasida 471-o'rinni egallagan. Mutasaddilarga ushbu reytingda poytaxtimizni ekologiyasi barqaror 300 ta shahar qatoriga olib chiqish bo'yicha tinimsiz shug'ullanish shartligi ko'rsatib o'tildi. Buning uchun 3 oyda poytaxtning 4 ta qismida sun'iy ko'l va havzalar qurish loyihalari tayyorlab, ishlarni boshlash topshirildi. 1-iyungacha har bir tumanda 5 kilometrli 3 tadan soyali sayr ko'chalari foydalanishga topshiriladi. Har 10 ta mahalla uchun bittadan yashil bog' barpo qilish bo'yicha alohida dastur boshlanadi. 2026-yilda shaharda 18,5 kilometr kanal qirg'oqlari mustahkamlanadi. Bu joylarda ham yashil hududlar va saylgohlar tashkil qilishni hozirdan o'ylash zarurligi qayd etildi. Shuningdek, Bektemir, Sergeli va Yangi hayotdan o'tgan Chirchiq daryosining 16 kilometr qismini mustahkamlash hisobiga qo'shimcha 800 gektar yer ochiladi. Bu joylarda ham 200 gektarda yashil belbog', 250 gektarda ichki yo'llar, saylgohlar, piyoda va veloyo'laklar qurilishi kerakligi ko'rsatib o'tildi. Yig'ilishda shahar drenaj tizimining master rejasi ishlab chiqilib, kelgusi yildan qurilish ishlari boshlanishi e'lon qilindi. Shaharning barcha ko'chalaridagi ariqlarda suv aylanishi kerak, dedi davlatimiz rahbari. Dastur doirasida 15 kilometr yopiq drenaj tizimini qurish, 197 kilometr kanal va kollektorlarni ta'mirlash, 63 kilometr yangi kanallar barpo qilib, shaharda salqin mikroiqlim yaratish rejalashtirilgan. Yomg'ir suvini yig'adigan 17 ta inshoot barpo qilinadi. Bu suvlar daraxt va yashil hududlarni sug'orishga ishlatiladi. Poytaxtning barcha kommunal tashkilotlari va favqulodda xizmatlar tunu kun ishlashga o'tib, avariyaviy holatlarning oldini olish va tezlik bilan bartaraf etish bilan shug'ullanishi, jamoat xavfsizligini ta'minlash ishlarini kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Poytaxt davlatning siyosiy, ma'muriy, iqtisodiy va madaniy markazi. Poytaxtni boshqarish, rivojlantirish va muhofaza qilish bo'yicha o'ziga xos yondashuvlar bo'lishi kerak, dedi davlatimiz rahbari. Shuning uchun Toshkent shahar kengashiga orttirib bajarilgan daromadning mahalliy byudjetga qaytariladigan qismidan 20% tumanlarga taqsimlash vakolatini berish taklif qilindi. Shuningdek, Toshkent shahar va tuman hokimlariga mahalliy kengashlar bilan kelishgan holda bo'sh mablag'larni depozitga qo'yishga ruxsat etiladi. Umuman Toshkent shahri faoliyatining huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslarini belgilovchi O'zbekiston Respublikasi poytaxtining maqomi to'g'risidagi qonunni qabul qilish vaqti kelgani ta'kidlandi. Mahalliy yettiligining samarasini oshirishga poytaxt yetakchi bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. 2026-yildan Toshkent shahrida yangi tizim joriy qilinadi. Mahalliy yettiligi to'liq shahar hokimligi ixtiyoriga o'tadi. Hokim o'rinbosarlariga mahalliy yettiligining har bir a'zosiga yangicha yondashuv asosida KPI ishlab chiqib, tizimdagi ortiqcha hisobotlar kabi byurokratiyani yo'qotish topshirildi. Yettilik hisobotlar bilan emas, balki odamlarning og'irini yengil qilish bilan shug'ullanishi zarur, dedi prezident.
qaytamiz. Yig'ilish davomida poytaxt va uning tumanlari hokimlarining hisobotlari tinglandi. Tadbirkorlar bilan muloqot qilindi. Faol jamoatchilik vakillari, nuroniylar, yoshlar chiqishlarida yangilanishlarning davomli bo'lishi, odamlarning kelajakka ishonchi yuksak ekanini ta'kidlab, islohotlar natijasi faqat rahbarlarga emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyati, o'zgarishlarga daxldorlik hissi bilan yashashiga ham bog'liq ekanini qayd etishdi. Men Karyera Kolibeli bolalar rivojlantirish markazi va Happy Time xususiy bog'cha va maktablar tarmog'ini asoschisi va rahbariman. 25 yildan beri ta'lim sohasida ishlayman. Oddiy o'qituvchi bo'lib boshlaganman. Hozir o'zimni muassasalarim bor. Shu paytgacha biz 15 mingdan ortiq bitiruvchini chiqazganmiz. Bog'chadan, maktabdan 200 dan oshiq ish o'rinlari yaratilgan. Yillik oborotimiz 50 milliarddan oshiq. Shu paytgacha men ijarada o'tirganman. Hozirgi paytda yangi bino quryapman. Bog'cha va maktab 400 nafar bola uchun mo'ljallangan. U yerda 100 tadan oshiq yangi ish joy yaratiladi. Shunga men o'zim nomimdan ham, hamma bolachalardan ham sizga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Kattakon rahmat. Oldingi yillar ko'p pul ijaraga ketib qolar edi. Shu bois daromadimiz ham ko'payyapti. Meni o'qituvchilarimni oyligi ko'taryapman. Bitgach yana oyligi ko'tariladi. Chunki o'zimizning binomiz bo'ladi. Bu pulni rivojlanishga, o'qituvchilarni oyligiga men tiklashim mumkin bo'ladi. Hurmatli prezidentimiz, men mana shu yig'ilishda hozir o'tirib juda bir ta'sirlanib, ruhlanib, faxrlanib o'tiribman. Nimaga deganda 5000 ta yirik loyihalarni amalga oshirilgan odamlarning ichida turishim albatta meni quvontiradi. Bu 2003-yili tashkil topgan bo'lsa, bu kompaniyamiz deyarli 16-17-yilgacha o'zgarishlari bo'lmagan, lekin shundan keyin bizning nomimiz chiqib, shu paytlarda 250 ta shtatda xodimimiz bo'lgan bo'lsa, hozirgi o'zida 1200 dan oshgani, bu degani 5 baravar. Ha, bitta ish joyini tashkil qilish o'zi bo'lmaydi. Bu nimadan? Albatta bizga yaratilgan sharoitlarda biz kengayganimiz. Bizning 5-6 ta loyihalarimiz bemalol amalga oshirishimiz, bunga hamma sharoitlar borligi uchun ilgari ko'rganmiz. Men shu sohada ishlaganman. Bu qancha to'siqlar bo'ladi. Shunaqa narsalar yo'q bo'lgandan albatta xursandman. Bizning ta'sischimiz o'zi chet ellik taklif kirityaptiki, Bunyodkor ko'chasida tirbandlik, bitta joyda shu tirbandlik bor. Shu bo'lmasa bo'ldi. Bunyodkor bu dunyoda yo'q ko'cha bo'ladiki, g'izillab o'tib ketadigan. Shuni qilib beramiz deb tayyor turibmiz. Agar ruxsat bersangiz, shunga kirishamiz. Deputat sifatida ikkita mahalla menga berilgan, sektorlarga bo'lib ishni amalga oshiryapmiz. Hammasi shunaqa tez ketyapti. Qancha kilometr ariqlarni tozaladik. Bolalarga sharoitlar yaratib, plashadkalar qilib berdik. Shu sizni aynan tajribangiz bo'yicha biz ish qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Amir Dalerov, Zarmet Protection qo'shma korxonasi rahbariman. Hurmatli prezident, sizning tibbiyot sohasida yaratib berilgan imkoniyatlar va sharoitlaringiz natijasida 2021-yilda Hindiston va O'zbekiston hamkorligida qo'shma klinika tashkil qildik. 2021-yil aprel oyida klinikamizga tashrif chog'ida tibbiy klaster tashkil qilish hamda klinikamizning filiallarini viloyatlarda joriy qilishni topshiriq bergan edingiz. Hurmatli prezident, tashrifingizdan keyin bizning kompaniyamiz jadal rivojlanishni davom ettirdi. Jumladan 2022-yil Zarmet Universiteti Buxoro kampusi tashkil etildi. 2024-yil Samarqand kampusi tashkil etildi hamda klinikamiz tarkibiga Buxoro, Qarshi, Shahrisabz filiallari qo'shildi. Hurmatli prezident, hozirda Qarshi filiali qurilish ishlari olib borilmoqda hamda 27-yil 1-choragida Xudoolasa 60 yotoqli yangi klinikani ishga tushiramiz. Undan tashqari Buxoroda universitetimiz maydonidan yangi 200 o'rinli klinika qurilish ishlari boshlanmoqda. Hurmatli prezident, bugungi kunda Chilonzor tuman hokimligi bilan hamkorlikda yangi tibbiy klaster loyihasini qurilishini boshladik. Ushbu loyihamiz 600 ta yangi ishchi o'rin yaratadi hamda 35 million AQSh dollari qiymatga ega. Bugungi kunda joylar aniqlangan, qurilish ishlari boshlangan. Rahmat hamma yaratilgan imkoniyatlar, sharoitlar uchun. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Rahmat, hurmatli prezident. Savdo servis assotsiatsiyasi rahbari sifatida gapiryapman. Assotsiatsiya shu yili tashabbusingiz bilan barpo etildi va savdo akademiyasi ochildi. Chilonzor tumanidan bino berildi.
Endi biz o'sha assotsiatsiyada o'tirib xizmat va servis rivojlantirishni eng asosiy strategiyasi nimadan iborat deb qaraganimizda bitta va bitta o'sish. Hozir xalq daromadlari oshgani uchun Toshkent poytaxtimizning bozori bu talab bozori. Talab bor-ku, lekin taklif yetib bormayapti ketidan. Endi shu narsada mana assotsiatsiyamiz a'zolarini misollarini keltirishim mumkin. Juda ham imkoniyatlar keng berilgan. Boshqa masalalar haqida gapiradigan bo'lsak, bu moliyalashtirish, bilim, texnologiya va kadr. Moliyalashtirish bo'yicha mana Milliy bankning ham assotsiatsiyamizda yonma-yon ishlayapti. Ayniqsa shu masshtablashtirish, o'sish, filiallar sonini ko'paytirish, yaxshi bir kimdir model topsa biznesda, uni rivojlantirib, shoxobchalarni ko'p ochirishga ahamiyat berilyapti. Mana bank tomonidan nafaqat moliya, balki konsultatsion kengaytirish bo'yicha yordam berilyapti. Bilim haqida gapirsa, mana akademiyani aytamiz, hozir shu kuzda ochdik. 1000 tadan ortiq bitiruvchi chiqdi. Hozir soatda 625 ta talab o'qilyapti yoshlar. Shunday ko'chadan kelyapti, 25 ta gruppa boshlaymiz. 25 ta gruppa o'qishni boshlaymiz. Xizmat servisi va savdoni eng asosiy intensiv kurslar. Akademiya qoshimizda biz bozor administratsiyalari, bozor xodimlarini strukturasidan tortib, korporativ boshqarish asoslari va eng asosiy menimcha sanitariya gigiyena normalari, biz merchandisingda nima bilan birga sotilishi kerak, xaridorga oson bo'lsin va savdo jadal bo'lsin. Ishlaringda muvaffaqiyat. Rahmat. Assalomu alaykum. Shavkat Miramanovich, Ravshan Yodik firmasini bosh direktori ham ta'sischi Rustam Bo'riyev bo'laman. 9 yil oldin 3 ta odam va 10 ming pul bilan endi korxonamizni boshlagani. Biz endi karton, qog'oz mahsulotlari va plyonka mahsulotlari ishlab chiqaramiz. Hozir mana 9 yildan keyin mana shu siz olib boradigan iqtisodiy islohotlarning natijasini masalan meni misolimda ko'rish mumkin. Hozirgi kunda 250 dan ortiq ish o'rni yaratdik va 100 milliarddan ortiq обороtimizga olib qo'yapmiz. Lekin bu bilan biz to'xtab qolganimiz yo'q. Sizni shijoatingizni ko'rib, ayniqsa xorijiy mamlakatlardan olib kelinadigan investitsiyalarni ko'rib, mana 6 million dollarlik yangi qog'oz sexini Toshkentga birinchi marta o'z ispitanatsini o'tkazdiryapmiz. Bu 26-yilda 3-chorakga tayyor bo'ladi. Bu yana 50 ta ish o'rin degani. Men bitta narsani misol qildirib aytirishim mumkin. O'zbekistonning uzoq bir qishloq yeridan kelib mana shu yerga shunday zavod quradi desa hech kim ishonmas edi. Mana 9 yilda ichiga mana shu islohotlaringizni shunday natijasi misolida hozir qishloqdoshlarimizdan ko'rib, shaharga kelib shuni ko'ryapti. Mana shu qarang, bir oddiy o'qituvchi, bir oddiy qishloq yigiti mana shu Toshkentga shunday zavod qurib, mana shunday qilib 300 ta odamni ish bilan ta'minlashi bu sizning iqtisodiy islohotlaringizni natijalaridan biri deb aytaman. Shu uchun sizga mingdan ming rahmat va shu bir uzoqdan kelgan yurtda 3 yil oldi meni sodiq xizmatlarim uchun medali bilan taqdirlagan edingiz. Bu ham sizning e'tiboringizga mingdan ming shukr deymiz. Shu uchun biz sizga doim qanot bo'lib ishlayveramiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Ishlaringizga muvaffaqiyat, sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Divatex korxonasining rahbari va Divakids milliy brend asoschisi bo'laman. Fabrikamizda yosh bolalar va o'smirlar uchun tayyor mahsulotlar ishlab chiqariladi. Tikuv fabrikamizda 95 nafar ishchi, xizmatchilar ishlab kelmoqda. Fabrika yiliga 800 ming dona tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish quvvatiga ega. Korxona 2024 va 2025-yillar uchun 1,5 million dollar AQSh dollari tayyor mahsulotni ishlab chiqarib, bundan 1 million AQSh dollari chet elga eksport qilingan. Korxona Divakids brendi ostida Yevropa, Boltiqbo'yi, Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, Ukraina va Ozarbayjon davlatlariga eksport qiladi. Bundan tashqari Toshkent shahrida korxonamizning 6 ta firma do'konlari mavjud. Niyatimiz O'zbekiston hududida do'konlarning sonini ko'paytirish, milliy brendimizni yuqori cho'qqilab olib chiqish niyatimiz bor. Sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamanki, biz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashingizda bizga shuncha shart-sharoitlar yaratib berganingiz, imkoniyatlar berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Qayd etish lozim, prezidentimizning poytaxt tumanlariga doimiy tashrifi, aholi bilan yaqindan muloqotlari Toshkentning mavjud imkoniyatlari va ehtiyojlarini chuqur tahlil qilishga, yangi o'sish driverlarini belgilashga va yaqin yillar uchun strategik yo'nalishlarni belgilab olishga xizmat qiladigan muhim voqea hisoblanadi. Ilgari surilgan tashabbuslar va qabul qilingan qarorlar Toshkentning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga yanada kuchli sur'at bag'ishlab, yangi ish o'rinlari yaratilishiga, infratuzilmaning takomillashishiga, hayot sifatining oshishiga va investitsiyaviy jozibadorlikning yuksalishiga
bo'lishiga xizmat qiladi. Mazkur sa'y-harakatlarning bari poytaxt ahlining barqaror va farovon kelajakka ishonchini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, ularning amaliy natijalari har bir inson o'z hayotidagi ijobiy o'zgarishlarni his eta olish imkoniyatini beradi. Amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida esa eng avvalo inson, uning hayot farovonligi, dasturxoni to'kinligi, zarur imkoniyat va sharoitlarga ega bo'lishi, bir so'z bilan aytganda, barcha jabhalarda inson qadrini yuksaltirish mujassam. Bu yig'ilish poytaxtimiz aholisi uchun juda katta samarali yangiliklar hamda yil yakuniga bir barakali yil bo'ldi desak adashmagan bo'laman, chunki juda katta mexanizmni hamda shu bilan birgalikda juda katta mablag'larni ajratib berdilar. Shu bilan birgalikda har bir darajadagi rahbar oldiga 2026-yil va 2030-yilgacha bo'ladigan aniq vazifa, marra, maqsadlarni belgilab berdilar. Agar ijtimoiy sohani tahlil qiladigan bo'lsak, eng katta ko'rsatkichdan biri kelgusi 5 yillikda Toshkent shahriga 70 ta bog'cha va maktablarni qurilishini belgilab berdilar. Bog'cha qamrovimiz 81.2% bo'lsa, prezidentimiz olayotgan marralarda bolalarimiz 100% demak bog'cha bilan qamrab olinadi. Hurmatli prezidentimiz tuman orttirib bajarilgan mablag'larini 20%ni o'zida qoldirish, shu bilan birgalikda xalqaro tashkilotlar bilan ishlash, shu bilan birgalikda respublika davlat byudjetidan Toshkent shahridagi keyingi 5 yilda mana shu katta yuklamalarni to'liq qoplash bo'yicha mablag'larni ajratilishini e'lon qildilar. Tibbiyot sohasida ham katta yangiliklarni e'lon qildilar. Shifoxonalarni mukammal ta'mirlash, oilaviy poliklinikalarimizni ta'mirlash, Toshkent namuna bo'lishi kerakligi va Toshkent bu yo'nalishda xorijiy demak eng yetuk davlatlar bilan hamkorlik qilishini oldimizga vazifa qilib berganlar. Sport obyektlarini yaxshilash, har bitta tumanda bittadan yangi zamonaviy olimpiya shaharchasiga hamohang bo'ladigan sport maktabini qurish, 100 ta demak mahallada coworking markazlari, yoshlar ijod markazlarini qurish bilan bog'liq topshiriqlarni tuman hokimlariga berdilar. Yig'ilishda 2025-yildagi shahar bo'yicha har bir tuman hokimining hisobotini eshitdilar. Qanday marralarga yetdik va mana shu 2026-yilda qanday biz oldimizga katta maqsadlar qo'yayapmiz. Bunga bizning tayyorgarligimiz qanday? Buni qanday bajarish mumkinligini har bir tuman hokimidan so'rab, nima yordam kerak bo'lsa, men tayyorman dedilar. Toshkent shahri bugun namuna bo'lish kerak. Juda savollar ham ko'p. Xalq ta'limidagi qancha maktab qurishimiz kerak 2026-yilda? Talab qancha? Va bolalar bog'chasini qurish masalalarini, ekologiya masalalarini oldimizga katta vazifa qilib qo'yapti. Mahalla bugungi kunda tizimi shahar hokimiyati tarkibiga o'tadi deganda o'zi bir katta ish. Bu eksperiment tariqasida Toshkent shahridan boshlaymiz dedilar. Albatta hamma gap mahallada. Mahallada tinchlik bo'lsa, mahallada osoyishtalik bo'lsa, tumanda, shaharda, hamma joyda tinchlik bo'ladi. Bizda ham kichkinagina bir mahalla, 4000 ga yaqin aholisi bor. Mana shu 9 yil davomida 6 ta bog'cha qurdik. Maktab ochdik, o'quv markazlarini ochdik. Mana muhtaram prezidentimiz bergan mana shu 3 milliard puliga 18 ta ko'chamizda asfalt qilib oldik. Birlikda ish bo'ladi. Jamlasa xalq bo'lamiz. Biz qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta prezidentimiz aytganlarini bajarishga biz tayyormiz. 2026-yilga qanday rejalar qo'yilayotganligi to'g'risida prezidentimiz tomonidan bir qator topshiriqlar belgilandi. Tadbirkorlik subyekti sifatida biz o'zimiz Yashnobod tumanida faoliyat yuritamiz. Bashkent turar joy majmuasini rahbari hisoblanaman. Maktab haqida, bog'cha haqida prezidentimiz alohida ta'kidlab o'tdilar. Bizning loyihamiz ham yirik. 8000 ta xonadondan iborat. Bu degani kelayotgan 2 yilda bir 30 ga yaqin aholi ko'chib keladi. Bizning bir shaharchamizga 20 gektar hududda joylashgan 89 ta blok. U yerda bizda maktablar va bog'chalar rejalashtirilgan. Bizning boshlang'ich rejamiz uni o'zimizning xususiy maktab qilib, xususiy bog'cha qilib yuritmoqchi edik. Hammaga xususiy maktab bo'ladi deganmiz. Xususiy maktab degani demak pulli degani. Bo'layotgan siyosatdan kelib chiqib, prezidentimizning shijoatlaridan ham kelib chiqib, ilhomlanib shu maktab va bog'chalarimizni to'liq o'z mablag'larimiz hisobiga barpo qilib davlat tasarrufiga
topshirishlikka ahd qildik. Xudo xolasa bu hozir loyihaviy ishlar ketmoqda. Maktabimiz 1600 o'rinli bo'ladi. Bu katta maktab degani. Bog'chamiz esa 400 o'rinli. Qo'llab-quvvatlash haqida qancha gapirsak kam. 2016-yildan agar qurilish sohasida gapiradigan bo'lsak, mana Sergeli tumani, esingizda bo'lsa, Sergeli tumanida juda katta masshtabda qurilishlar boshlangan. Katta massivlar qurilgan. U kamlik qildida yangi Hayot tumani qo'shilib ketdi. Yerda ham juda katta massivlar barpo etildi. Gap bu yerda qurilishda emas. Chunki o'sha paytda aholimizning uy-joyiga bo'lgan talabi juda yuqori edi. O'zimiz bilamiz, hayotda ham ko'rib kelamiz. Bitta xonadonda 2 xonali uyda, 1 xonali uyda, 3 xonali uyda 2-3 kelin bilan yashayotgan xonadonlar juda ko'p edi Toshkent shahrida. 2016-yildan beri shunaqa oilalar yechim topib keladi. Har yili yana bu bir 2016-yilda bir PR kompaniya bo'lib qolmadi. 2016-2017-yil bu bir yakun bo'lmadi bu. Har yil sayin bu bo'yicha ko'rsatkichlar ortib boryapti. Prezidentimiz tomonidan har yili maxsus farmonlar qabul qilinadi, qarorlar qabul qilinadi. Boshlangan bu tashabbus butun davlatimiz, butun mamlakatimiz bo'ylab barcha hududlarga tarqadi. Prezidentimiz bizning tumanimizga kelganlarida Yunusobod tumani markazida joylashgan galereyaga tashrif buyurdilar va uni ko'zdan kechirdilar. Bu tantana haqiqiy bayram. Yunusobod tumani uchun so'nggi yillarda umuman mahallalarga bo'lgan e'tibor prezident tomonidan juda katta e'tibor berilyapti. Buning natijasida tuman aholisi hozir juda ham mamnun. Chunki tumanda ulkan bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Va shu ulkan obodonlashtirish, bunyodkor ishlariga ko'plab chet el investorlar jalb etilgan. Misol tariqasida biz aytishimiz mumkin, mana shu yil boshida prezidentimiz tomonidan Yunusobod tumani 6-mavzesiga elektr tarmoqlari stansiyasini qurish uchun tamal toshi qo'yilgan edi. Yaqinda mana shu tamal toshi qo'yilgan elektr stansiya qurib bitkazildi va bunda Xitoy Xalq Respublikasining nufuzli investorlaridan sarmoya kiritildi. Va bu degani shu kunga qadar Yunusobod tumanida bir oyda ishlab chiqariladigan elektr tarmoqlari bir kunda ishlab chiqariladigan bo'ldi. Bu deganiki, aholini elektrga bo'lgan ehtiyojini bemalol qondira oladi. Bugun yig'ilishda prezident tomonidan mahalla yo'nalishidagi tizimga juda katta e'tibor qaratildi. Masalan, 2026-yildan mahalla tizimida tashkil etilgan 7lik Toshkent shahar hokimiyatini tasarrufiga o'tadigan bo'ldi. Bu juda katta bizga mahalla 7ligi uchun imkoniyat degani. Chunki xalq oldidagi bizani olib borayotgan ishlarimiz davlat darajasiga, davlat siyosatiga chiqqani prezident tomonidan e'lon qilindi. Muhtaram prezidentimiz Yunusobod tumaniga tashrif buyurdilar. Bu tashriflardan Yunusobod aholisi juda ham minnatdor. Kayfiyatimiz ko'tardi, ruhimiz ko'tarildi. Chunki yurtboshimiz qayerga borsalar, o'sha jabhada, o'sha hududda katta bir o'zgarishlar, iqtisodiy yutuqlar va barcha aholi uchun kerakli bo'lgan yechilmagan muammolarni yechib, hududni kelajagi uchun katta bir sarmoya, rejalar, tashabbuslari bilan u hudud yanada kengayishiga, yanada yuqori yutuqlarga erishishda katta bir hissalarni qo'shib ketadi. Toshkent shahrida 2030-yilga kelib 3,5 milliondan ko'p aholi joylashar ekan. Shundan kelib chiqqan holatda prezidentimiz mana shu aholi uchun kelajakda barcha imkoniyatlarni yaratish, u aholiga turar joylarni, ularning farzandlari uchun 2030-yilga qadar yana umumta'lim maktab binolari va maktabgacha ta'lim muassasalari qurilishini vazifa qilib topshirdilar. Bu albatta kengayib borayotgan Toshkent shahrining aholisiga juda ham ayni muddao bo'ladi. Yunusobod tumaniga kelib texnoparkda juda katta ish o'rni yaratish imkoni mumkinligi haqida va ishsiz bo'lgan aholini ish bilan band qilishga katta imkoniyatlar borligi haqida ham qayd qilib o'tdilar. 2026-yili hurmatli prezidentimiz Toshkent shahrida jadal rivojlanish va aholi daromadlarini o'sishi yili deb e'lon qildilar. Bu albatta har bitta inson uchun, men ham o'zim nuroniy, men uchun juda ham faxrli bo'ldi. Chunki jadal rivojlansak, aholi daromadlari oshsa, baribir har bitta oilani ichida tinchlik bo'ladi. Albatta u oila o'sha yashayotgan hududiga o'z xayrli ishlari bilan hissasini qo'shadi. Hurmatli prezidentimiz O'zbekiston Respublikasining poytaxti to'g'risidagi qonunni taklif qildilar. Bu qonun qabul qilinsa, Toshkent shahri Drivers shaharga aylanadi.